Uyat bo'lsa ham aytaman. Sahnada Oybek Teshaboyev! Bugun ustimizdan kularkansizlar keldik mana. Yo'q. Biz atrofingizdan ham. Ne, bizni ustidan kulilmaydi aka bu ko'rsatuvda. Ha. Bu ko'rsatuvda biz shunchaki voqeani eshitamiz bo'ldi. Uyatli voqea aytib bering deganda birinchi xayolimga kelgan narsa, noto'g'ri tushunmanglar. Birinchi uyatli voqea umrimda tug'ilganimda bo'lgan ekan. Hamshiradan rosa uyalganman, kiyimim yo'q edi. O'shunda bo'lgan. Ozgina xijolatchilik nima deysizlar? Shapotdan bergan paytimi? Oybek aka yig'lab tug'ilmagan. Uzr. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Opajonim, uzr yalang'och o'poldik deb tug'ilgan. Svetlayam eslatib yubordimi? Tugadimi voqea? Tugan. Qisqa voqea dedi-da, endi bitta voqea bo'lgan. Endi aytib beraman. Hech joyda aytmaganman buni. Bu ham televideniya bilan bog'liq bo'lgan. Televideniyada endi bu yoshlarmi, kattalar ham bor ekan. Imkon shou degan tele shou bor edi. Salom alaykum. Xush kelibsiz. Mana Imkon shou. Yoshlar kanalida bo'lardi. Bu narsalarni ko'rsatib berish kerak edi. Shovvozlar jamoasi bilan birinchi bo'lib televideniyaga bordik. Shovvozlar, Shovvoz nostalgiya bilan qalbimga dirs urdi-da. Qalbing peshonangdaligini bilmagan ekanman. Aytdim, har gal qalbim og'riyapti do'stim, ketaylik bu yerdan dedi. Ha, keyin E'tibor bermaysiz, shunday gapirib turaveramiz orada. Imkon shouga bordik. U narsalarni ko'rsatib berish kerak, sheriklaringiz topish kerak edi. Manda baqaterak tushib qoldi. Baqaterak? Baqaterak. Bakteriya boshqa narsa-ku. Baqaterak. Bilasizlar baqaterakni? Aytsangiz ham tushunarsiz-ku aka, uni qanday ko'rsatib berdingiz? Ko'rsatib beradilar hozir. Baqa terak bu terak ekadigan baqami? Baqa terak mana bunaqasiga o'sadigan terak. Baqa terak, mana bunaqa terakmi? Agar joyi yoqmasa sakrab boshqa joyga o'tib oladi. O'shaning uchun u baqa terak. Lekinchi bakteriyani o'zbekchasiga vaqti tushib ketyapti. Tushdi. Bakteriya, baqa terak. Baqa terak, lekin Baqa terak bu terak o'sib turadi, birdan vaq deb qo'yadi. Shunaqami? Ovoz chiqaradigan terak. Mana tabiatimizda do'stlar daraxtlar bor, har xil nok, olma, shular qatorida terak bor. Terak o'z o'sadi. Baqaterak bu terakdan sal nimjonroq, yashiklar uchun ishlatiladigan daraxt. Baqaterakni ko'rsatib bermoqchi bo'ldim. Terak dedim, tushunishmadi. Keyin mundoq qilib turib o'tirdim baqani ko'rsatish maqsadida. boyagi ovozdan keyin ham tushunishmadimi? O'sha ovoz qilib Aka, Shunda shimim yirtilib ketdi. Jart qilib, ha? Endi yosh bo'lganmiz, ana tosh shimlar kiyib yurganmiz, shim yirtilib ketdi. bu yoqdagilar uni ham og'izda qildi-ov. O'xshatgan qara. Qoyil Oybek deb. hozir lekin ijroni qara. baqani yirtilganini ham qildi, qara shimda. Ne, yirtiq ishtonni shu darajada ijro qilib beryapti. Odamlar tushunmagan baqaligini. Yirtiq ishton ko'rsatyapti Keyin degan. men shunday holatda o'tirdim, shim yirtildi. Baqa yirtiq deydi ular. Yirtiq baqa. Yo, bu to'rtta bolaga ko'rindi u yirtilgani. Timboli tagidan oq kiygan bo'lsangiz, hozircha lekin o'sha bakteriyani 100% ko'rsatib berish arafasidasiz. baqa yirtiqni. Bakteriya dedingiz, haldan beri shuni ko'rsatyapman. Lekin ishimiz zo'rg'a chidayapti hozir ham. Hozirgi ishimga ishonch bormi aka? Riskovat qilavermaylik. Hozir 2-3 marta o'tirib turib, keyin kiyib keldi. Ne, davay aka xijolat bo'lmasinlar. Ha, yaqinroq o'tiring. Bitta anaqa o'rmonga o'xshaydi. Siz bunday o'tiring. Tushunmas ekansiz. Mana shunday holatda Bolalar ana yoqda xona bor lekin, xohlasanglar. Ana masjidga bilet qimmatda, nimaga tushundinglar? mana shunday holatda qolib ketdimda, oxirgi sahna endi turinglar, xayr deydigan joy edi. Qani tursangiz hozir. She'rni o'zidan paklon berdingizmi? Shunday qilib bunaqasi chiqib ketdim.
Shunda endi uyatli, men uchun uyatli bo'lgan, bitta ikkita odam o'shanda ham tanib bo'lgan ekan, kelib rasmga tushaman deyapti qizlar, endi yopishdi, iloji bo'lmayapti. Yo, lekin shu bilan chiqib ketganman. Endi bundan uyatsiz bo'lmasa kerak. yo. Juda tez, a? Anaqa showdagi eng tez voqea. Eng tez voqea Ya, borganman, hali ko'p ishtonni edi. yirtganman. Ha, Yo'q, yo'q. Men ham sizga Men faqat uyatli voqea bilan. Yo, Farruh. Bular QVZ maktabidan chiqqanda qisqa miniatyurada bitta katta voqea emas. Eng qizig'i, ana uyatli bo'lgan voqea bu yerda shim xonadoshniki edi. Xonadoshingizni xonadoshingiz keyin alamini olgan. Ha, hozir ko'rib turgan bo'lsa o'rtoq, o'shanda shimga rozi bo'lasan, yo'qolib qoldi deganman-da shimnikiga. yo'qolib qoldi. Bunaqa shimni boridan yo'q, yaxshi o'rtoq dedim, parod qildi menga. Yirtilib olgan showda o'rtasida. O'rtoqlar topib olmasligi uchun shimni maydalab, kislota to'kib, cho'chqalarga yedirib yorganlar. Men Studentlarni shimi o'zi qo'yib yuborsa qochadi. Bor endi sen ozodsan. Bor endi sen yirtiqsan. men endi tushundim nimaga QVZ jamoalar bir xil kiyim kiyishini. Shu almashtirib bir-biri bilan kiyib yuradi-da. Ha. Shunaqa fakt Nazim Safari. Hammamizda bitta shans bor mana shu hazilga. Siz ishlatib oldingiz. Men hali ishlatganim yo'q. Yana uyatli voqea aytib beraymi? ha. Gapsiz aka. Uyatli. Yo, bu kam bo'lib qol. Yoki bitta uyatsizda Drama uyatli voqeam bor. Drama. Qiziq. Nima deysizlar? Drama uyat. Go, biza tayyor aka. Qizlar ham go deyapti-ya. Qizlar ham qo'rqmadi, ayting, qanaqa ekan deyapti. Endi bitta uyatli voqea bo'lgan, endi bu kulgili bo'lish kerakmi yo? Hech qayerda aytmagan, eng ta'sirli, eng xijolat bo'ladigan, eng pinxona uydagilaringiz ham bilmaydi. Shunaqasi bor. Endi mana hamma uylangan, Uylanganmiz. Biz ham shunaqa vaqtimiz kelib qolib, uylanadigan bo'lib qoldim. To'satdan ertalab turib, bugun uylanish kerak. Shota bo'lmayapti. Bolalar bugun yig'laylik, Oybek uylanadigan bo'lib qopti. Shunaqa qilib sizlar qatori uylanadigan bo'ldim. Keyin voy aytib bersammikin yo? Конечно, aka, bu kerak bu. Hujjatga yozib qo'yganmiz biz. Ha, aytaveraymi? Ha, ma'lum. Keyin bitta qiz bilan uchrashdik. To'g'ri keldi, oilaviy nima. Keyin yana uchrashadigan bo'lib qoldim. Yo, endi 8-mart keldi, ana tabriklab qo'y, kelib deb uydagilar qo'ymadi. Ha, siz yangani tabriklagan Uydagilar qo'ymadi. Qizni oldiga chiqyaptilar Oybek aka. Men uydagilar qo'ymadi, shu uchun keldim men. Endi o'zi meni ham uydagilarim qo'ymaganligi uchun keldim. ko'zimni chitirgani yo'q. Tuyda ham o'tiribdi ikkalasi. Uydagilarim qo'ymagani uchun keldim. O'sha bolani ko'tarib o'tiribdi. Uydagilar qo'ymadi. Bitta tug'dib qo'ymadilar deb. O'zi men ham qatnashmoqchi emasdim u ishlaringda. U bolaga 10 yildan keyin o'zi uydagilar qo'ymaydi. Yo'q. Nima o'tiring-ku. Hazilki jonim. Keyin Oyoqni qisdi-yu hazilki jonim. keyin yirtib qo'ydi demak. uchrashuvga borishim kerak. Men Toshkentdaman. Toshkentda. Yanga qayerda? Ana vodiyda. Vodiyda. Ha, o'zimizdan vodiyda. 1 so'm pul yo'q paytlar. Uchrashuv. 1 so'm yo'q. Vodiygacha tepib borsangiz ham 1 so'm tushmaydigan paytlarda. Simbol shim yirtib. Ha, uni ustiga Pul bo'lsa ham tushga turadi. O'zi ham tushga to'g'radi. Qo'lda faqat baqa kerakmidi? Nima edi? Baqa terak. Baqa kerak. Yo'lda ponni baqaterelar ko'rib o'tib ketganman mashinada. Qizi dadasini oldiga kirgan. Qizi dadasi so'rayapti, "Qo'lingda nima kelar?" Baqa terak. Qiz ham topolmayapti. Bir internetda shu daraxt qidirib ko'ringlar, ha. Bor va baqa terak. Baqa terak qidirib yozsam ko'ringlar. chiqadimi? Yozing-ku. Siz chiqib Ha, O'sha o'tirgan, ha. siz baqa terak bilan shug'ullanib turing. Ha, voqea qaytamiz. Xullas vodiyga ketyapsiz. Vodiyga ketishim kerak, syomka bo'lib qoldi. Moment Life shovozlarda birgalikda serial olayotdik, talabalar degan. Shu serialni ertalabgacha syomka qildik. Ana qolib ketish kerak emas. Institutda, Milliy institutda.
Masofga Mana ekan baqaterak. Mana shuni. Men ham xuddi shu rasmni ochdim. Qani. Bu bola nima deyapti demanglar. Hammaga bitta yuboraman. Keyin ertalabgacha syomka bo'ldi. Telegramda Serial yozib olinglar. syomka. Ha, gaplashib olasizmi? Mana shunaqa bo'ladi bular orada. Keyin ertalabgacha syomka bo'ldi, charchoq holat, keyin borish kerak, ertasiga uchrashuv, taksi gaplashdim, mashinaga o'tirdim, xullas yetib bordim. Yetib borib, Qaysi pulga? ha? Qarz oldim. Barter. Nechi pul? Yo'l. Keyin yo'lga chiqib bordim. Borganimdan keyin gul oldim. Bitta Farmon o'rtoq bitta gul tayyorlab qo'y dedim. Chiroyli gul tayyorlab qo'ydi qarzga. Baqaterakdan. Keyin O'sha paytda Olib kichkina baqaterak. baqateraklar gullagan paytida Kichkina baqaterak lekin aman. Bo'lma Farruh gapini. Bo'lmanglar, iltimos. Bo'lmanglar. Gapirtirgan beringlar. Bo'lmasa eshitaylik. Odam Bo'lyapsizlar. Iltimos, ozgina gapirishga haqqi bor. Iltimos, salqinlasdan. Eshitaylik. Mehmon bilan. Bekorga kelmagan. Gapirlik yo'qlar gapir. Bo'lma, Gapirsin! Eshitaylik! Voqeani eshitaylik. 5000 dan baqaterak bor olasizlar. xuddi shunaqa bo'lgan voqea. Hozir men aytdimmi, aka, eshitdingizmi? eshitdim. Orada aytib berdingiz. Короче, gul topolmadingiz, baqa kerakni oldingiz, olib ketyapsiz. Gulni oldingiz. Shuna uyalgan. U yoqda tayyorlab qo'ygan. U yoqda gul tayyorlab qo'ygan, keldik sizga gulni Keyin berdi. yetib bordim, anu burger nima deydi, anu MBC. Burger, yeydigan burger. yo'q, anu Gamburger. G'ichak. Donar. Danar. Молодец, bitta to'g'ri javob. Ozotaga ko'rsatganingizda donor degan ismini tushib qoldi. Samarqandda to'ylarda o'ynayotgan bola. Agar bu ham noto'g'ri bo'lganda Matiz demoqchi edim. Da. Keyin To'g'risi kulgim kelyapti. Xullas, gulni oldingiz. Chiroyli gul berdi. o'zinglar bilarkansizlar. Yo'q, shu joyda to'xtadik-da. Shu joyda to'xtadik. Keyin Birinchi uchrashuvda. yo'q. Bir ham sizni ko'nglingiz nozik ekan, ha? Uchinchisi. Ha, uchinchi uchrashuv. Uchinchisi, keyin kirdim, restoran chiroyli qilib remont qilingan, mana shu danarlar moda bo'lgan, alohida xonalar qilib qo'ygan ekan, chiroyli qilib kutib oldi. Kim? Shu restoran egasi. Ikkita uchastka voy. Ya, men o'ylayman, restoranga ketyapti-ku, keyin qanday kutib olgan uni, "Yo, xush kelibsiz, xush kelibsiz." Mana shunaqa bo'ladi bu qarzi. Lekin o'sha paytda ham mashhursiz. Da. Ha. Shuning uchun menga Bo'lmaydi. anaqalar kirgizishdi. Oilaviy dasturlarda chiqardi diskda, keyin danar kirgizdi. U bu narsalar bitikda narsalar. Kompliment bo'lyapti sizga. Keyin shu yerda jo'natdi, kirdi, o'tirdik kelin bilan, yaxshimisiz? Gulni berdim qo'liga. Endi charchaganman-ku. Charchagansizlar, piyoda kelgansiz. Shu uchrashuvda uxlab qolganman. Lekin ko'z ochiq bunaqa. Shu uchrashuvda yaxshimisiz, tuzimiz, yaxshi keldingizmi? Na, Mash ketdim. Bitta tursam, To'y. Lekin bu ham bir muhabbatning ifodasi. Bu deganiki, sen menga shunchalik yaqinsanki, oldingda uxlay olaman degan ma'noda. Xotirjam, oldingda xotirjamman. endi hech kimda bo'lmagandir bunaqa. Uchrashuvga chiqqan Yo'q, yigitlarda. конечно. Shunday uxlab qoldim. Bitta ko'zimni ochsam, Qiz qarab o'tiribdi. ha, Nima bundoq qilib o'tirgan Dasturxonda ekan. siz qolmagan. Oybek aka povutni bermaganda tushdan 2 soat uxlaganda, men turganda nima deyotgandim. Mana uxlaganlarda miniatyura qara, nimani ko'rsatyapman. 2 soat qarab turgan. Mosu mengami? Sizga okey? Endi tasavvur qilinglar, ofitsiantlar qanaqa ruhiyatda bo'lgan. Mana Aysam bir ham o'tirishibdi kutib. Yo'q, aftan shot to'lamaslik uchun uxlab yubordi o'zi. Aftan ham kirgan. Aytgan kelib, "Aka, bu avtobus emas, men baribir shot so'rayman sizdan, men sizga." 5 minut uxlagansizda uni. Bilmayman endi. U necha minut uxlaganman, soatga ham qarashga xijolat endi. So'ramadingizmi? So'ramadingiz, O'sha payt necha soat uxlavdim deb. Uyalaman.
Ya uyg'onish ham qanday bo'lgan? Uyg'onish o'zi xurilab o'zi uyg'onib ketgan bo'lsa. Artık yo'liga jam berib. Yo, lekin yangani ham sabriga qo'ying lekin bor. Lekin Bir og'iz ukam turib demaganda. Tur deganda balki uylanmasdim. Hozir mana 3 ta farzandim bor, ko'z tegmasin. Endi nimaga uyalaman bu voqeadan? Endi men unda uyquda bo'lganman-da. Nima bo'lgan bilmayman. Ja unchalik bo'lmagandir, chiqib ketardi unaqada. Nargiz meni tashlab ketma, Nargiz. Yo, men u qiz sevmayman, Nargiz. Aka, uyga kelganda, ha, yaxshimi? Ha, nima? Taqdirlaringiz birgami? Men dada uylanmasa bo'lmaydi. Men yonda uxlab turdim. Bir yostiqqa bosh qo'yganmiz. Bir ustalchaga bosh qo'yganmiz. Lekin, men shundoq kuzatib o'tiraverganlar, ha? Zato mana uxlaganda zo'r bola ekan deganda tegan qizim. Yo'q demagan. Yo'q, mana turdingiz, uzr. Turdim. Uzr uxlab qolganman. Eng qizig'ichi, Oybek aka undan oldin savol berganda, tushunyapsizmi? Ha, 8 uydagilar yaxshimisa? Ha, uydagilar yaxshi. Qiziq bo'lmasa, qiziqmasdi bo'ling. Qarang. Mana qilgan yangi mamda o'tirgansan. Tak, boshqa voqea aytib bersam bo'lar ekan. Yo, mamlaqa, xullas oilada menimcha farzand bular uxlab qoldilar. Yo, endi 2 soatdan keyin anu hikoya tugadi. Xullas, mana shunday o'tirdik. Xotinam endi tegmoqchi bo'lganda. Qalay uydagilar yaxshimi deganda, ibodatligini ko'rsatib bunday qilgan. Men bemalol uxlaganman. Uxlab qolibman deganda, "Voy, uxladingizmi?" Shundan to'g'ri mana Xudoga shukr, baxtli saodatli yashayapman. Ibo hayoni qarang, yaqinda 2,5 soat xurrak 2 o'tib. soatli Ibo. Uzr uxlab qolibman, sezmabman degan. Bu qizga Agar ular uylanish kerak. bunaqa o'tirgan bo'lsalar, balkim bir o'zingiz uxlamagandirsiz. Ular ham chunki tayyorgarlik ko'rgan, tushunyapsizmi? Tanishganda xursandman aka. Eng uyatli voqea shu aka. Endi bundan uyatlisi bo'lmasa kerak, to'g'rimi aka? Nima deysiz? O'sha deydi. Masaqa uxlab qolsangiz uyalasizmi aka yo uyalmaysizmi? Bular hali hozir ham uxlatilarmi? Nima deysiz aka siz? Uxlab qolsa uyatlimi? Ha? Yo'q, aka bu uyatli, bizdan so'rasam aytamiz. Shim yirtilish. Shim yirtilish mayli, hammada bo'ladi. Lekin shim yitilgan paytda uxlab qolsangiz edi. Shimi ikkita hikoya bitta bo'lganda uyatli bo'ladi. Yoki siz anaqa kuchli hayajonlangan paytda uxlab qolar ekansiz balki. Shunaqa kasallik borda, kuchli hayajonlansa uxlab qoladi. Ba'zilar. Yoki naborot, uxlab qolding, kim yirtirib ketdi. O'zidan o'zi. Bratan povod bermaganlar. Kejonim xursandman. Aka mash bolam berib yuboraymi sizga? Xursand qilib beradi shuni. Ha, yoningizda. Olinglar mani qivazaga balans ushlab beraman. Hozir boshqa borasiz qivazaga. Ana yoshimiz endi nasib bo'lsa qarlik davrigacha yashaylik. Oybek aka bilasizlarmi kim biladi? 30 kishilik davra qiy-chuv hamma gaplashib o'tirsa, to'rida yotib uxlayotgan bo'ladi. Keyin mana qo'ygan. Yo'q, hikoya mayli. Mana eshit. Hamma ketgandan keyin cho'chib uyg'onib ketadi. Bayram to'y bo'lyapti, uyg'onmaydi. Shovqinda uyg'onmaydi, haqiqatan jim bo'lib qolsa. Nimada zilzila payti ham mizg'ib oladigan chollar bo'ladi-ku. Sizlarda qanaqa voqea bo'lgan? Shep, mendami? Bir marta. Yo'q-ku? Da. Qanaqa bo'ldi uchrashuv? Uchrashuv borib, men ham uxladim. Klassika. U hozir moda ekan-ku bu. Uxlamasangiz qizini berishmayapti. Hozir shu uchun ko'chaga siz bilan chiqishmas ekanda, Men yoshman. Uyda ovqatlanib qo'yaveraylik, uxlab qolsam ko'tarib yurish bo'ladi. Bolalar bilan qayergadir borib qoladigan bo'lsa, uxlab qoladigan bo'lsa deb. Uxlab qoldik ozgina. Biza Men maza qildim istoriyadan. Birinchidan rahmat aytmoqchiman aka. Siz hech kimga aytmagan istoriyani bu yoqqa chiqib bizga aytib beryapsiz. Aldayapman. Hammaga aytganman. Ha, yo'q. Hamma biladi, prosta oxirgi sizlarga aytdim, deymi? Hazil, o'rtoqlar chaqirganinglar uchun. Aka ketishdan oldin faqat iltimosimiz bor. Nima? 5 ta ajmani ham ishda yo'q.
Shuni kameraga qaraysiz-da. Birinchi uchrash. Birinchi uchrashuvga chiqib, shuni uyquni berib oladigan bolalarga maslahatingiz. Uyg'on qirol. Uxlab qolmanglar, keyin qiynalasizlar. Guldiroz Qarsagilar, Oybek Teshaboyev, rahmat akajonim. Hadda shu istoriya uchun boringizga shukur. Qalbimizdasiz. Anu kalta kelsak ko'raylik bitta. So'rashlaringiz bo'luvdi. Nimadir chaktirvoz deb o'ylayman. Hozir kalta kelsa ko'rasan deb. Undan keyin kalta kelsak ko'raman. Qayli mana islom nimani ko'rmaymizmi? Qo'llariga kalta kelsa deb yozib olganlar. Quritilgan ko'ylak ko'rmaymizmi? Quritilgan ko'ylak yosh o'tib qolganda aka. Yuvilayotgan ko'ylak. Davay. Yirtilgan shim mana. Qarsak! Afsonaviy miniatyura. Bu miniatyuraga katta zallarda qarsak chalishgan. Tog'arada ko'ylak yuvilgan ko'rgan-ku, to'g'rimi? Tog'arada ko'ylak yuvilgan ko'rgansizlar. Xuddi shunaqa tasavvur qilinglar. Ko'ylak yuvilyapti. Yuvilayotgan ko'ylak. G'ijim. O'tda sekin yuvamiz lekin. Bravo. Sizlar tayyor bo'lsanglar, Guldiroz Qarsaklar bilan kutib oling. Uyat bo'lsa ham aytaman, sahnada Feruz Muhammad, Guldiroz Qarsaklar. Ilohoming unda aka. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Hey, osh tarqatinglar bo'ldi, davay. Bu tamburlari qani bo'ldi? Kimdir sunnat to'y bo'lmaydimi hozir? Hamma yigitlarni nargi xonaga chaqiramiz. Shaqlab keldingizmi ha? O'zingizni dunyoyingiz bilan yumkan dunyosi ana chachish. Men Xush kelibsiz aka. zo'r ketayotganda shuni tushirish uchun chiqdim. Ozod aka bor edi o'zi bizda. Yo'q. Feruz Muhammad kuzatadiganlar bormi? Kim kuzatadi? Intervyu tova, intervyu. Menimcha Farruh Har bir motorlari ko'p sani YouTube kanali. Mendan oldin boshlaganlar. Shunday. Prичем men fizически mendan oldin ana 99-yilda boshlagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Men 2000manda. Men bu kishini arxeolog deb nima laqab berganman. Hamma unutgan artistlarni kovlab topaladi bu kishi. 10 yildan keyin amal. Lekin aka har bitta intervyu 2 million, 3 million, 4 million. Eng ko'pi necha? Qancha bo'lgan? 10 million. 10 million. Kim bilan bo'lgan u? Alisher Uzoqov bilan. Alisher Uzoqov bilan. Endi Alisher aka u yerda shunday yig'lagan, qatta odamlar nima bo'libdi-kanda o'ylaganda. Deb mana shu intervyu olayotganingizda ham qiziqarli voqealar bo'ladimi? Ha, endi. Nedorozumiyalar. Juda ko'p bo'ladi. Men o'yladim faqat cho'tkitaga borib yig'iladi bo'lgandim. Ya, Alisher aka любой intervyuda yig'laveradi. Ha. Latifov. Temp tushib ketdi, ha? Yo'q, Yo'q deb. Odamlar eng ana qayg'uli voqeasini eslayotdi o'tirib. Bekzod, men hozir bu yoqda nima qilaman desam, bilmadim dedilar, ish qilib. Yaxshi bo'ldi. Aka, biz qavazaga chiqqanimiz yo'q. Ana temp tushirib yuborish, ko'tarib yuborib. Biz просто gaplashib o'tiramiz chiqib. O'shaning uchun sizlar ham gapini bo'lmanglar. Feruz aka bitta qarsanglar. Olqishlar! Boshlang. Feruz aka, voqea nima haqida? Voqea kechirim so'ramoqchiman men. Men endi to'g'risi Temp tushib ketdi. Kechirim. Yo'q, formatni shunaqa tushundim. Misol uchun uyatli voqea endi hammamiz hayotimizda juda ko'p bo'ladi, lekin meni hayotimdagilar endi boshqa bir odamlarga bog'liq-da. Hozir boshqa odamlarni ham nima ana Uyatini deb ana. Короче, siz ommaga olib chiqqandek bo'lib qolmaydi. O'zingiz haqizdagi voqea olib kelmadingiz-ku, boshqani uyatli voqeasini olib Qarang, men keldingiz. sizga zo'r anaqa o'rgatib qo'yaman. Intervyularingizda ham odamlar shunaqa qiladi. Bu voqea Rossiyada bo'lgan. Turkiyada bo'lgan.
Vashcha boshqa odamlarning ismi. Ha, yo, men o'zim oilamga endi men uyat bo'lsa ham o'zim va o'zim oilam haqida bo'lgan narsani olib chiqmoqchiman va bahonada kechirim so'ramoqchiman. Qarang, bu istoriyani eshitibman. Yuzingizni blur qilib qo'yish shart emasmi? Yo. Anaqa chiqqandan keyin. Endi o'zim qilish kerak. Do'ppini ham taqilib olib, Yo, o'zi qilish kerak lekin. Qaysidir moment showimiz Maraka shouga aylandi. Firuz aka yuzini yopsang ham kalapushidan prям tushunarli bo'ladi. Kim ekanligi. Xo'p, oilangiz haqida qaysi paytda bo'ladi? Nechinchi yilda? To'yimiz arafasida fotosessiya jarayoni bo'lish kerak bo'lgan. Endi Nechinchi yil? 2009-yil. Karantindan oldin. Ha, karantindan avval 2009. Karantindan. Islohotlar endi boshlangan paytlar. 2009-yilda. Toshkent City qurilayotgan va. Ya, boshqa gaplar qo'shmanglar-da unaqa. Hozir gapirmay qolamanmi? Yo, gapiravering. Bizga e'tibor bermang bo'ldi. Onlayn paytida, xullas. Firuz aka birga bir urushib o'rganganda intervyuda talpaga chiqib qolgan deb. 2009-yil to'yingiz, fotosessiya. Xullas endi misol uchun har bir yigit qiz men o'ylaymanki shu bizning yoshimizdagilar faqat fotosessiyani o'zi uchun orzu qiladi. Qolgan hamma marosimlar baribir yosh kattalar uchun-da. Misol uchun to'ydan xoli degani fotosessiya. Ha, faqat fotosessiya love story bo'lishi mumkin. Endi bizda love story osh ham kattalarga misol uchun. Anaqa kelin salon. Kelin u ham baribir kattalarga. Sizlarga qoladigan narsa fotosessiyada. Bizga qoladigan. Yo, o'zim men hisoblayman to'ydan avval kelin kuyov haydab borish kerak bor-ku. Kelin kuyov daxli yo'q bunda. Daxli aloqasi yo'q kelin kuyovning to'yida. Yo'q, kelin kuyov davrada bir chekka o'tkazish kerak ikkalasi. O'zi davrada bir chekkada o'tiradi-yu. O'rtagan Samovarga qarab, ha? Yoki o'tirgan joyini o'girib qo'yish kerak. Da. Yoki kelin bu tomonda, kuyov bu tomonda, to'yxona bu tomonda. Ikkalov. Ha. To'y boshqa zalda. Men bildim nima uchun kelin kuyov bilan hamma rasmga o'tishadi. Bu uyga borganda doказательство-ku. Qayerda yuruvdingiz? To'yga bordim mana deyish uchun. Ajoyib azal, ajoyib. Aktyor. Все, toj qani, tojlaylar bitta bunga. Qaysidir moment to'ydamiz deb o'ylab qoldim ishoning. Ijroga. 2009-yil fotosessiya siz to'yingiz bo'lyapti. Fotosessiya to'y bo'lishar Arafasida. Ha, biz endi to'ydan bir kun avval fotosessiya qilamiz deganmiz. To'y kuni emasdi. To'y kuni emas. Chunki endi o'zimizni hududdan 2 soatlik masofada tarixiy obidalar bor joyda qilmoqchi bo'lganmiz. Nurotada. Kelin ko'ylakni ham o'sha joyda kiyish kerak bo'lgan. O'sha yergacha qanday kiyimsiz borganmisizlar? Yo. Men nima kiyaysan? O'sha yerda kiysan yursin. O'sha yerda kiyinamiz. Do'kondagi sotuvchi tak, siz erga tegmagan kelin ko'ylak nimaga olyapsiz? Fotosessiya syujetningmi qanaqadir? Yo, oddiy. Tarixiy obidalar. Faqat shu tarixiy obidalar. Tarixiy obidalar qaysi? Poykentmi? Poykent olmoqchi bo'laysiz, Varaqsham qayerda? Yo, aytmaylik joy nomlarini. Xo'p. Hozir yo'q, yonib ketgan. Yo, Bular sabab. Bu birmi? 2 3 ga to'g'ri rasm, bo'l. Yo. Xullas, joy nomlari aytmaylik. Xullas, shu bir kun avval fotosessiya bo'lsa, keyingi kun to'y bo'lish kerak bo'lgan va o'sha kelin kuyov salon ham o'sha joydan gaplashilgan endi shahardan. Kelganmiz ertalab shu sahar kelganmiz. Sahar necha? 6. 8larda, 8-9larda. 8-9. Do'midagi kimdir baqirgan payt. Yo, xullas 8-9larda kelganmizda keyin unaqa shu bo'yanish o'sha marosimlar boshlanib ketgan. Sizni bo'yantirganlar? Yo'q, kelinni. Kelin. Keyin boshlanib ketgan bu-da 1 soat o'tadi ham, 2 soat o'tadi ham, 3 soat o'tadi ham, hali nima darak yo'q. Kelindan. Ha, keyin buni qarayapman. 3-minutda tayyor o'tir. Yo, men o'zi Kuyov просто do'ppini kiygan bo'ldi. O'zingizni tushunaveraylik degan. Kuyovning rasmi ham tayyor, o'sha to'yda o'tirib. Keyin Photoshop qilamiz deb. Ha. Xullas, hamma o'zining fikrida qoladi, men ham o'zim fikrimda qolaman. Keyin bu orada ham boshqalar ham kelib, ular tayyor bo'lib ketyapti. Shu nimaga? Biza boshqalar rasmga Yo, rasm emas hali, rasmga bor hali. Siz go'zallik salonida kelinni kutyapsiz. Ha, kelinni kutyapsiz. Salondan chiqarish qiyin. Firuz aka xayolidan o'tayotgan narsa shu darajada prям ishlov berish kerak emas. Unaqa bo'lmagan. Xullas, kaprimont bo'lyapti-yu. Ayollar uchun go'zallik saloni ana qora tunikka o'xshaydi-da. Yo, keyin men jismi nima o'ziga qilyapman? tortadi. Kiryapman, boshqalar bilan mashg'ul bo'lyapti-da, ayolim bilan nima bo'lmayapti hali. E'tibor qilmayapti. Ha.
keyin ha bo'pti deyapmanda, yana bu orada gul olib kelyapman, boshqa qilyapman, boshqa ishlar. Har Abid xil bo'ldi, ishlar. abid qilib Somsa oldim. polsa yeb oldingiz. Abid bo'ldi, abid qilib oldim. Kechki ujinga o'tiribmiz, ovqatlanib. qarasam 2 soat joyni bir chopib olgansiz. Sekin borib apelsinlar olib keldim, har holda yangi yil ertaga. hali ham ajdanib turibsiz u yoqda. Sentyabr boshi, havo juda issiq, juda Voqea issiq. iyun deydi. Yo'q, sentyabrda. Ha, bo'ldi. Keyin juda ham havo issiq. Yana nima qildim? Bu bir bo'lyapti, ikki bo'lyapti ham hali. Siz ham tayyorgarlik ko'rib olgansiz Ha, ha? mayli. Teng bo'ling, men do'ppidamidi zupayt yoki Yo'q, olib turib yo'q. sepiladi-yu. Qora sepganmiz. Sepilmaydi. u Firuz aka taqiladi. ertalab soch bilan borgan. Abiddan keyin fotograf o'zgina bilik beryapti-da, tushirgan payt kuyyapti o'zgina. Ya hali fotograf yo'q. Bor. Bizlar kutib turibdi. Hali chiqqani yo'q kelam. Qarayapman, endi bu orada shu boshqalar kelib ketib turibdi. Endi ha bo'pti, shunaqa ekanda dedim. Bu hayot. Shunday tushaveramiz, olib chiq. Yo'q, soat Bandalik. 4lar atrofida nima bo'ldi? Kiyinib, ha, 4lar atrofida 8da kelgan odam 4da. kiyinib tayyor bo'lib nima qilib chiqdik. Mehmonxona gaplashilgan ekan, u yoqda shu fotosessiya shunaqa narsa boshladik. Keyin biz nima qilmoqchi bo'lgan anav tarixiy obidalar o'zi mumkin emas ekan, soat 5 gacha ekan ruxsati. Sizlar 4da bordinglar u yoqqa. Biz 4 deyarli 5 ta shu mehmonxonada edi, 5 atrofida. Yo'q, nimaga? Cho'zilgan просто. Nimaga 4 gacha qolib ketdi? Go'zallik salonidan Salonda chiqish qiyin bo'lgan. O'sha chiqishni kutdik-da. Salonga bular kelin kirib ketganda, ular 8da kelgan, lekin undan keyin 11da kelayotganlarni ham birinchi bitirib ularni chiqarib yuryapti. Nimaga? Bilmaydi-da, so'ramaganda. sababini tushunmadim mana. Haligacha. Ha, janjal qilmadingizmi kirib Firuz? Ya keyin xullas mehmonxona tugadi, tugamadi umuman. Ko'ngildagidek Men bo'lmadi. endi ko'nglimda misol uchun mehmonxonada o'zi fotosessiya qilish yo'q edi. Men tarixiy obidalarda mana shunaqa bir Teng bo'lib fotosessiya chapon qilmoqchi bilan Yo'q, kalabsh chapon kiyib olganman. chapon yo'qdi. Tarixiy obida yopildi. Ha, xullas ruxsat yo'q ekan 5 dan keyin endi. Keyin o'sha payti juda ham Настроение. Настроение umuman tushdi, chunki bitta shu o'ylaganimiz, bizlari orzu qilgan narsamiz fotosessiya bo'lgan. Bu boshqa to'yda bir qaysidir san'atkor kelsin, kimdir bo'lsin, kimdir qanaqadir bir marosimlar, umuman u narsalar haqida o'ylanmagan ham, unda ham menda ham bu haqida reja bo'lmagan. Firuz aka sразу tushungansiz oilaviy hayotda mohiyatini. Men Xohlagan narsang ardoyman bo'lavermaydi. Qancha tayyorgarlik ko'rsang. eng yomoni eng kutgan narsangiz bo'lmayapti-da. Birorta boboy top o'sha bilan rasmga tushish kerak, u ham tarixiy obida pastda. To'g'ri. Keyin xullas shu Uzr, mana shu kelin bilan tushib olsam maylimi, bizanki tayyor bo'lmayapti deb. keyin Любой bo'lsa kelinlar ketadi. Tarixiy obidani уже anaqa salonga olib kiryapti. Mana shunda. Shunda mana 1500 yillik tushaylik bilan deb. u yoqdan chiqdik mehmonxonadan. Jahlim chiqyapti va nahotki deyapman, shu bitta fotosessiyani ham qila olmasak. Nahotki monolog boshlandi. Shunaqa jahl, Ertangi kun to'y, chunki Firuz, siz prям jahl qilyapsizmi, tipo? Ya, xo'p, endi hozir eshitib turing hozir. mana bu Debmi yoki Nahotki. Yo'q, Ya, bu shoirona og'izga bilan maysani nimasini tiqib, nahotki. Ya. Nahotki. menga qaranglar, Bitta rasmga tusha olmasak. situatsiyaga oydinlik kiritaylik. Nima bu yerda? Biz 8da kelganmiz. Boydan beri 3ta 4ta odam o'tkazib yuryapsizlar. Qachon bizani o'chirtimizga keladi deyaptilar, lekin salon 1 kilometr narida. Ya. Eling shunaqa dedi-da, yoningizdagi ta shunaqa deng kirib ichkarida fotograf turibdi. Eting shuni, olinglar, ketinglar. Ya endi men xijolat bilaman, baribir ayollar o'tirib ichkarida. Keyin nimaga nimaga bosib oldim-da hay deydi. Oka, uzr, men sizga gapirmayaptdim lekin. Okam bularga qarab gapirdim. Da, keyinchi. go'zallik saloniga qaytib borganmiz va endi Mana shu joyini tizerda qoldiraman. Shoshmang. Nimaga qaytib bordingiz? endi kiyimlar berish kerak-ku. Ha, qaytarish kerak. Bizlar kelin ko'ylakda bizda. Biz emas, kelin. Siz ham kelin. Keyin xullas borganmiz. Kelin aytolmagan Firuz aka, siz ham o'q kuylaydi, men ham o'q kuylaydi, g'alati bo'lib qolyapti. Demaganda salonda o'tiraveraylik. Ular nimaga kechasi 4gacha qildida, bular ham bor ekanda salonga. Kishida. Kelin ko'yini kiydi bular. Qaytardingizlar salonga borib. Keyin Balkim haqiqatda tushkilar kelmagandir siz bilan. yo'q. Xullas bordim. Vaqt cho'zib. Borganda to'ldida, hammasi yetib keldi. Shunaqa kirganman, kirgan Ishtonga qo'yib joyimizda bordim. shu birinchi bundoq ochiq
eshikdan kirganda shunday aylana joy bor ekan, o'sha joyda kiyim yechyapman-da, otishni boshlayapman ularga, salondagilarga. O'zingizni kiyimingiz. Ha, o'zimni kiyimni. Necha marta otdingiz kiyim? Hamma narsamni otganman. Hammalar Firuz aka yap-yalang'och chiqdi. oxirida ana telba devonalar deb tashlagan. Yo'q, To'yda jinni bo'lib qolish qanaqa bo'lsa o'sha Burun bo'lgan. tayidan ko'k triko ham bor. Tayyorlanib kelgan. yo'q. Har bitta otilayotganda gap bormi, tipa sallani deb. Fotosessiyadan keyin futbol ham o'ynamoqchi edim degan takoy. Ko'k trik turibdi. Voy, ijroga bitta qarsak berib yuboringlar. Ko'rib turibsiz, qiynalmoq qilasizda. Xuddi o'sha ko'rib turgandek bo'ldingiz. Farruh. Men o'sha. Ha, nima? Nima deyotdim? Kiyojorani ham Kiyojara yo'q edi, fotograflar bor edi, shu go'zallik salonidagi Salondagilar. opalar bor edi. Keyin ayolim bor edi. U yig'layapti, uni yig'lashini ko'rib, yana endi bo'ldi, bu kun o'tib bo'ldi-da, soat 5 bo'ldi. Biz o'z-o'zidan fotosessiya qila olmaymiz. Ertangi kun yana baribir yana shu jarayon takrorlanadi. Bo'lmasa misol uchun bu kun uchun ham alohida pul berilgan, ertangi kun uchun ham alohida pul berilgan. 2x rasxod. Yo'q, rasxod ham mayli, bo'ldi, o'tdi. Bekorga ichmayapsiz, olib kelib olamiz. Nahotki shunaqa boshlanyapti, bu yog'i qanaqa bo'lar ekan deb ko'ngilda g'ashlik ham bor. Jahlim chiqib, o'sha nima qilyapman, o'zim ham bilmayman. Kostyumim, ko'ylagim shu bitta ichki kiyimda qolganman-da, oyog'imda ham hech narsa qolmagan. Hammasini otganman ularga qaratib. Nima deb so'kdingiz? Shunaqa jahlim chiqyapti boshqa, bo'ldi. Yo'l bo'ylab ham keyingi yana bitta borganimizdan keyin ham bitta marosim bordi. U marosimda ham Kiyimlarni yechib o'tyapsiz. Yo'q, qolgan. Firuz aka kiyimni shu ko'chada kiyib, o'sha ko'chaga chiqib kiyib, mana qilib ketganman. Endi tugmalar qadasa, yo'q, qadamang, baba buni ham otasiz-ku hozir. Boshqa tadbirga Yo'q, u ketasiz. boshqa kiyim edi. Ya, menimcha kiyimlar hammasini otib bo'lgandan keyin salonchi kechirasiz, bu kiyimlar kelin-ko'ylak bizaniki, bu sizniki bu. Ya, u meniki edi, to'g'ri, kostyumchimim bo'lgan, o'zim olib A borgan. o'zingizni kiyimingizni nima yechib o'tardingiz? O'zingizniki-yu. Yo'q. Siz u salonga tashlab ketilmaydi-ku. Payti jahlim Tasavvur chiqqanda qiling-da. mana Bu ham vasha xuddi anaqa nima edi? E'tirozni bildirish yo'lida. shunaqa. Ko'zimga qarang. Ko'zimga qarang deyapti-da. Salonchi. Tasavvur qiling. Unaqa bo'lmagan. Bugun axir meni to'yim. Bir marta bo'ladigan narsani rasvo qildingizlarmi? Bu anaqa Odamlar nima deydi? Ya, Yuring so'raymiz. Ya kiyimni ham shuni o'tyapti, u ham borib tap oyoq tagiga tushyapti. o'zi tragediya bo'lgan holat komediya bo'lib ketyapti bu yoqda. Men Shunday bo'lish kerak o'zi. Nima bo'lish kerak? Ha, xullas, nima? Marosimga bordingiz yana kechga. qarang, bu o'z ish berdimi bu usul? Ha, Ular nima deyapti? Ish berdi. berdi. Yo'q, agar kimda kim mabodo gayiga tushib qoladigan bo'lsa, nima qilishni bildinglar? yoki birga bir urushayotganda. Men lekin endi tushundim Firuz aka, nima uchun har doim chapon kiyib yurasiz? Chunki otishga ko'proq kiyim bo'lish kerak. Tosh bosham ichida bo'lsa, Mana lekin ishonib qattiq tegadi. Bitta otib o'rganda yalang'och bo'lib qolish kerak emas. bu yoqda ham kostyum bor edi, ko'ylak bor edi, Do'pcha bor edi. galstuk bor edi. Do'ppi ham matryoshka. Nima? Yo, do'ppi yo'q edi. Ya. Firuz aka do'ppisini otib yursa yana do'ppi bor. O'sha Salonchilar hayron. Hammaga kim chiqsa yo'lida nima qilyapsan? Hammaga do'ppi. Mortal Kombatga yangi personaj qo'shish kerak. Do'ppi otsin anaqasiga. Anaqa tugamaydi, hech qachon. shlapan otib o'radigani bor-ku. yo'q, anu xolam tasavvur qilyapsizlarmi? 2-3 ta kiyim emasda o'tdi, tog' borda kiyimdan. Qatdan keldi bu kiyim deyapti. Bunaqa yechotlar bitta-bitta. Pasta yangi kiyov farminatsiya qildi. Ya, sotuvchi Yangi kiyov. Ya просто bomj o'tibdi, bomj ustiga kelib tushyapti, bomj turyapti, o'sha kuyov bola. Yo'q, tasavvur qilyapsizmi? Yangi birdaniga tushungan. Odamlarning oldida bu odam jahlini chiqarish kerak emas. Mehmonlar oldida gap qaytarib qo'ysa, sen menga nima? Ovqatni nega sho'r qilding? Dadajon,
iltimos, dadajonim iltimos. Qudalab o'tiribdi bu yerda. So'kmaydi. Sal gap qaytarsa, ha? Ya bu ham zo'r taktik. Siz nima dedingiz shu? Ko'ylak kerak emas, ko'ylak kerak emas. Jahlim chiqarmaydi. Endi tasavvur qilinglar salonchilarni, nima deb o'ylayapti? To'xtang. Ular nima dedi? Firuz Ya Bu ular tarixdan kelgan. Keyin bizani ota-onalarimiz remenda to'xtagan. Remenni keyin qo'llab bizani urushgan. Mana nechi baho fikrga. Rahmat. falsafa, da bu. Spanish. Men ham gapiraymi? Yo, u salonchilar nima o'sha payt nimadir reaksiya bildiryaptimi yo nima o'tiribdimi sizga? Salonchilar aytganki, Feruz Toshkentga o'zgarib ketdi degan. Ya ular meni kimligimni ham bilishmagan. Просто Kimligingizni ham bilishmagan. ha, kiyimliligim. Endi kiyim nimaga yechayotganman? Chunki men boshqa kiyim kiyishim kerak edi-ku yo'da, kostyum-shimda edim. Ha shuni mashinada qilsangiz bo'lmasmidi? Ya, jahl chiqqan. Jahl. Jildirish kerak. O'zida to'g'ri, yig'ib Bo'ldi. yurganda Ha. yig'maslik kerak edi boshda. Bu bo'ldi. Shunaqa Fotosessiya reaksiya. tugadi. Shuncha kutgan narsamiz o'zi bitta fotosessiyani astoydil xohlagan edik. O'sha shu uchun bir kun oldin qo'ydingiz. Bir kun avval shu uchun qo'ydik. Va bugunasi kun o'z-o'zidan to'y bilan qanaqa fotosessiya qilib bo'ladi degan narsa bo'ldi-da, bo'ldi o'sha. Bu tugadi-da, endi hammasi degan holat bo'ldi. Umuman o'zi hozir eslasam shu nima bo'lsa ham o'zim bosib, misol o'sha paytda ham tanishlarim juda ko'p edi. Oddiy shu qadar qanaqadir tushkunlik bo'lganki, tanishlar ham esga kelmaganda, bo'lmasa shu respublika bo'yicha turizmni rahbar tanishlari bor edi. Aytsangiz xalq berardi ochib. Bemalol mumkin bo'lmagan joylar ham ochib berishardi-da, o'zi bunday o'ylab qarasam. Men aybi barib o'zimdan qidirganman, bir kun avval tashkilotchilik o'zim qilishim kerak ekan. Misol u yoqda fotograflar qilganda tashkilotchiligi. Misol ular bo'ldi, soat 5 dan keyin mumkin emas desa, men ular gapiga qarab, endi ungacha kutib ham o'zi hafsala tugagan, issiq havo yana hafsala tugagan, hamma narsa yetib kelgan bo'lgan va har bitta narsani bo'ldi, tugadi deb o'ylagan, qabul qilgan. Lekin yaxshilikka, aka, yaxshilikka yangi birdan tushungan, bu odam kuttirish kerak emas. Chunki 10 minutda pastdan tushinglar desa, sirazi tushunadi yanga. 15 minutdan keyin tushsa, bu insonni kiyintirish kerak. O'zi biza yaxshi o'tiribmizmi? Pretenziyangiz bo'lsa ayting. Prosta ayting. Ichingizda saqlab o'tirmang. Feruzjon, bemalol gapiravering. U kunlardan hozir asram qolmagan hozir. Kiyim naborat kiyib olishga harakat qilganman, misol uchun. Nimadir Jahlingiz chiqsa kiyinaverasiz. Sizlar menga nima unaqa deyapsizlar? Yana men hozir yo'q bo'lib qolaman deb ko'rpam. Yotib oladi. Yo'q bo'ladi. Eng zo'r variant shu uxlab olish kerak-da, asab chiqqan paytda. Asab chiqqanda uxlab olish kerak. Agar variant ikkita bo'lsa uxlab olgan yaxshiroq. Uxlab olish yaxshiroq. Uyqu kelmaydi, asab chiqqan payt. Keyin xullas ketganmiz. Qo'l kelgani, endi u yoqda ozgina ayirmachilik ham bo'ldi deb o'ylayman men. Qanday? Salonchilar tomonidan. Bo'lgan. Sizlar uzoqlardan kelgansizlar, ular o'zini tanish bilishini qilgan. U yoqda ozgina shu menga tegib ketgani, alam qilgani mana shu bo'lgan. Cho'ta biz odam o'rnini ko'rmayapti, bu degan narsa bo'lgan. Men Salonni otib. Yo, ag'ay. Ayting, sizda saqlanmang. Salon egasini oti. Yo. Hozir mana shu yerda. Salonnoti ayirmachilik beauty. Va qayerda o'sha joyini aytaylik. Shuni bildirganman. Bugunasi kuni misol uchun juda ham vaqtdan harakat boshlangan, lekin biza fotosessiyani tasavvur qilinglar, kelin bilan kuyov fotosessiyani yugurib qilyapti uni. Tezroq bo'lish Tez bo'linglar, chunki to'y. Chunki endi misol uchun dadam ham nima asabiy odamlar, ular ham bizni kutib o'tirish xohlamaydilar to'yda. O'shada xullas. O'tiring aka. Ertasi kuni ham bo'lgan fotosessiya. Nima bo'ldi oxiri? Ertasi kuni kelgan, endi o'ylaganimiz 10 dan 1 ni ham qila olmadik. Endi Sizlar nima o'ylovdinglar o'zi? Ja unaqa? Sizlar yuguraveringlar, men shu yerdan turib tushiraman. Men o'ylaganim o'sha bemalol bir vazmin, shoshmasdan. Nima ko'ngilni joyiga qo'yib. Ko'zim yopilib qolibdimi, yo'qmi, ko'rib. Hech bo'lmasa bitta intervyuga sarflaydigancha vaqt ketish kerak-da, hech bo'lmasa. Men oylab sarflayman-da intervyuga vaqt. Bir kun hech bo'lmasa soat 12 dan 5 gacha. Hech bo'lmasa shu imkoniyatni menga qilib beringlar deb iltimos qilgan edim. To'y meniki-ku. To'y meniki, hech bo'lmasa shunda. Keyin bugunasi kun endi u yoqdan eng yomoni hamma xafadaman-da. Men
to'yim kuni tasavvur qiling, hammadan kechirim so'rab yuribman. To'yingiz kuni o'zingiz to'yib yig'layapsiz-da. Ha. To'yim kuni To'yib to'yib yig'ladim. Qismatimdan kuyib yig'ladim. Keyin hammadan kechirim. Endi bu ota-onamiz hozir misol uchun bilishmaydi. To'y kuni ham tortqalib, tortmaga keskyapti. Kelin xafa, undan kechirim so'rayapman. Hech o'ziga kelmaydi u. Bu yoqda fotograflar xafa, bizni olib kelgan haydovchi xafa. Salondagilardan kechirim so'rayapman uzr. Endi ayb o'zlaridan bo'ldi, lekin bari kechirim so'radim. Hozir Mabodo osiga любой magazinchidan ham. Menimcha unaqa kuyov o'zi bitta bo'lgan bo'lsa kerak. Mabodo ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha men edim va men uzr. Men Videoni udalt qilinglar iltimos. mabodo bo'lsa o'sha videoni udalt qilinglar. Men xohlamagan edim, juda ham asabda edim. Umuman balkim sizlar ayirmachilik qilmagandirsizlar. Mayka qo'yib ketgan qaytaringlar. Tirnoqqa ko'p vaqt ketdi dedingizlar, balkim haqiqatan tirnoqqa juda bir 5, 6, 7, 8 soat vaqt ketgandir, balkim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Tirnoqni soat. boshdan o'stirishgandir. Balkim boshqatdan o'stirgandirsizlar. Feruz aka asabini tasavvur qilyapman. Nima bo'ldi? Tirnoqqa vaqt ketdi, kes barmoqda. Mani fotosessiyam bor. Yo'q, agar misol uchun borganimizda bizni misol taxminan soat 5 gacha sizlar band qilamiz desam, hayotda u narsani bo'ldi. O'sha kiyim bizga normal edi. Ya'niki nima, kelin kuyovdama, kelin foto kuyov kostyum shimda emas, oddiy o'zimiz borgan kiyimlarimiz ham zo'r bo'lardi. Uzoq Tabiiy payt chiqardi. eslab yurganmiz, o'zimiz shu borayotganda juda xursand borganmiz. Hozir ham o'sha rasmimiz bor mashinada. Juda xursand borganmiz. Endi bizlar ertaga to'yimiz, misol yaxshi ko'rib bir-birimizni topganmiz. O'sha rasmingiz ana fotosessiyadan ham zo'r chiqqan-a? Mana hattoki fotosessiyani bor, o'sha albom ham qildirmaganman. Mana mabodo ko'rayotgan bo'lsa, umuman albom ham qildirmaganman. O'shanga qaramaymiz ham, shu oddiy o'zimizni telefonda tushgan rasmimiz biz uchun idealniy. O'shani ko'rib hozir xursand, chunki o'sha payt xursand bo'lganmiz-da, ana muammolar bo'lmagan, boshqa qilmagan. Hali yechilmadi o'zimcha. Yo'q, ungacha yechilmadim. Da, Va da, men da. hozir umuman aytmoqchi bo'lgan bitta gapim, avvalo kechirim so'ramoqchiman o'sha kunga hammadan, misol ayolimdan birinchi navbatda. O'sha kuni o'zi biroz kechirim so'raganman, yana kechirim so'ramoqchiman. Biz kutgan kun edi, kutilmagan ishlar bo'lgan. Umuman o'sha kungi jarayondagi hattoki haydovchidan ham kechirim so'ramoqchiman. Haydovchiga ham nimaga mahallaga chopib kirdi, yo'q, u yoqqa chopib kira olmayman, nima deding? Va umuman to'ylarimiz maksimal darajada kelin kuyovga og'irlik qiladi-da. Allohga behisob shukr, ota-onam o'zi bitta shu jarayonni menga qo'yib berishganda o'zimni olganda. Shuni ham ko'rdik. Shuni ham rasvo bo'ldi, misol uchun. Ota-onam aralashmagan ish hammasi rasvo bo'ladi. Qolgan hammasini misol o'zlari harakat qilib, yugurib, yelib, boshqa qilganlar, lekin bir aytdim-ku, nimada podkastda ham bir misol dadam ham ovora, onam ham ovora, bu yoqda qaynonam, qaynotam ovora. Eng asosiy maza qilib o'ynab kuladigan odamlar qo'pol qaytganda eshakdek hammaga xizmat qilib yuribdi-da. Maksimal darajada qiyinchilikka qurilgan bu urf-odatlar. Qanchadir pul ketishi o'z yo'liga. Bu pulni mana misol uchun restoranga borasiz, bo'ladi-ku, 10 million so'm pul sarflaysiz, qorningiz och chiqib ketasiz-ku. Yoki mana to'ylarga borishadi, shuncha yeyishga narsa bor, lekin nima yeyishni bilmayman dedi. Chunki real yeyishga narsa yo'q-da, dasturxonda, to'y dasturxonda. Ananas sotib ishlasangiz ham bor, lekin uni yeb maza qila olmaysiz. Mana shunaqa davrada, ya'ni Gapingizda jon bor, ham jon bor. pulingiz ham sarflanadi, ham o'zingiz maksimal darajada o'zingiz, oilangiz xizmatkordan-da xizmatkor bo'lib mehnat ham qiladi. Va shuni nimasiga oxirida nima bo'ldi desa bir eslashga bir Yo'q-da. Yo'q. Mana aytib bering. Oxirida ayting, menga ovoz bering. Endi aytmoqchi edim. Iltimos, shu odamga ovoz beringlar. Shu shunga Deputat. Rostdan Bo'lishchi. lekinchi to'yni murakkablashtirib, mana bunaqa endi men fotosessiyani yomon demoqchi emasman, chunki o'zi qoladigan narsa yomon shu. lekin. Nima? Yo'q, Fotosessiya emas anaqa. jarayon yomon. Da. Jarayon qiyin. Endi to'g'ri, biz endi o'zimiz sal boshqacharoq narsa xohlaganmiz va mana hozir ham shuni bugun o'ylab yurdim, xudo xolasa o'zimni tumanimda alohida fotosessiya joyi qilib, qaysidir ma'noda imkoniyati bo'lmagan odamlarga tekin qilib qo'ymoqchiman. Men o'sha Qasd odam. qildim, niyat qildim, xudo xolasa. Yonida alohida beshlikka qiling, prosta o'zinikini yechmasdan o'sha beshlikdan kiyimni olib olsin. O'shanaqa. Unaqa sharoitlar ham bo'ladi. Bepul narsaga ochrat katta bo'ladi aka. Mayli, agar shu Mayli kutsin ular ham, ha? mayli. To'g'ri. Nima men faqat men qiynalishim kerak. Aka qo'yam, boshqacha boshlatdingiz-ku. Yo'q. Siz taniqlisiz-ku. O'sha opanimi, akani intervyuga chaqiring. Yo'q, esimda yo'q ular.
realni esimda yo'q. Lekin 9 Aka, lekin siz sizni ularni qilgan esida- ishingizdan keyin esdan chiqarmaydi hech kim. ular esdan chiqarmagan bo'lishi mumkin. Men misol uchun men ular bilan urushaman deb bormaganman. Mabodo borsiz ham men taniyapsizmi? Yo'q desa, yeching. Ona, endi Tanidim. O'sha ichki kiyim deydi. Anaqa kutib turingizgina. ya Hop, mana hop. misol Lekin uchun bu uyatli Hey, voqea mana emas. tanidingizmi deganda. Yo'q, qarang. Meni tanidingizmi? Hozir kutib turing. Men Bu kulib berdim, uyatli Islom. voqea, lekinchi uyaladigan odam siz emas-da, ular uyalishi kerak. balkim endi ular ham aytaylar qilmagandir. Aniq nimani bilmayman, lekin muhimi baribir bo'lmadi, o'sha kun qaytib kelmaydi-da, bo'ldi. Ya'ni bizlar ular missiyamizni bilardi. Biza to'y kuni ham alohida fotoga ham alohida pul berganmiz. Undan avval ham faqat boshqacharoq, yengilroq fotosessiyaga yengilroq foto zakaz qilganmiz. Unga ham lekin alohida to'lov qilganmiz. O'sha bo'yantirishlarga ham hammasiga alohida to'lov bo'lgan. Bu kun ham. Va ular bizni aynan fotosessiya uchun uzoqroqdan kelayotganimizni bilardi. Misol uchun shunga qarab harakat qilish kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. To'g'ri. Balkim endi Siz bu kun fikringiz to'y to'g'ri. emasdir deb ular ham bamayl xotir bo'lgandir. Ya'niki bizdan avvalgi to'y ertaga-ku. ha, to'y ertaga-ku balkim degan fikr ham bo'lgandir. Yana bilmadim. Endi bu holat 5 dan keyin mumkin emasligini mana o'zi endi yozning oxirgi kuni, kuzning boshi, endi 3-sentyabr kuni bo'lgan. Bilsangiz, ayniqsa shu bizning viloyatda soat 8 gacha Shom bo'lib turadi. nima bo'lmaydi, uni quyosh botib ketmaydi. Yo'llar ham probka bo'lgandir. Ha, shunaqa. Ya aytmoqchimanki, balkim har taraflama erkin bo'lgandir, endi bilmadim. To'g'ri, men gapingizga qo'shilaman. Aka, achom qilaymi, nima Juda qilay? stress, juda stress. Bo'ldi. Bu siqilishingiz qolish uchun. Fotosessiya qilib beraylikmi bitta? Aka, hammasini to'g'ri qilgansiz. Allohga Agressiyangiz yaxshi ham, bo'ldi. o'zingizni e'tirozingizni ham mana shunaqa formada bildirganingiz cho'tka, zo'r. Zato butun umrga eslab qolishdi. Men o'ylaymanki, sizdan keyin ancha tezroq ishlashgan, to'g'rimi? Bu ibratli voqeani ibratli voqea. Lekin men rosa xursand bo'laman, aka. Bu istoriyani даже hech kimga aytmagansiz-da, menimcha. Bu hech qayerga chiqmagan. Chunki Kelib hozir ham turib, men xijolat bo'layapman. Ayolim o'ylashi mumkin. Va shuni gapiribdilarda, chunki ota-onam ham bilmasdi, uni ota-onam. mabodo uyga borsangiz, nimadir deymiz, sразу yana bitta. Lekin noto'g'ri anaqa qo'z, siz boydan beri bu voqea, o'sha fojia sizni yutib qo'yganini bildirib qo'yapsiz-da. O'sha kun ham, shu paytgacha ham qanaqadir kichkinagina problema, по сути, bir kunlikda muammo, haligacha siz o'zingiz bilan ushlab yuribsiz. Naborot, buni mana shunaqa hozir gapirib bergan. O'sha kun to'yda gapira olish kerak edi. Pozitivni qabul qilish kerak. Pozitivniroq qabul qilish Qanaqa kerak. onalar operatsiyasi degan paytda chiqib turib, "Ey, fotograf bilan o kelin salonchi borki, mamde ekan" deb yo'nkaga aytsangiz o'rgatadi qanday gapirishni. U uni qo'lidan keladi bu. Hozir hammadan kechirim so'raganini ko'rib, yana bir bor ishonchim komil bo'ldiki, Feruz aka bizda bir oq ko'ngil odamda. Oq ko'ngil, ha. Kechirimni ham qanday so'raydi-da, kechiringlar meni qo'y qo'zilar. Kechiringlar meni o't o'lanlar. Kechir meni yaylovjon. Kechir meni tog'lar. Kechiringlar meni salondagi og'zingdan qolgan kelinglar. Nimaga kechirim so'rayapman? Baribir ular ham Hozir yechinmoqchiman bu yerda. Yo'q. O'sha taraflarda bor shunaqa narsa. Lekin bir narsani aytish kerak, menimcha mana Islom to'yi bo'lgan, Nozim aka to'yi bo'lgan. Lekin men bir oy oldin qilgan fotosessiyani-da. eng zo'ri o'sha ekan. Siz bilgansiz, siz Men endi bilgansiz. bilmaganman-da, tushunmaganman. To'ygacha Bir ulgurish oy uchun. avval qilish kerak ekan fotosessiyani. Hech qachon to'yga taqash kerak emas ekan. Keyingisida voqliroq harakat qiling-da. Fotosessiya ko'rilmaydi keyin. U yotadi u. Yotadi, Yo'q, rostdan ko'rilmaydi. Men eslolmay qachon ko'rganimni. Mashinada tushgansiz-ku. Sizlar o'sha shunaqa oilasizlarki, o'sha kichkinagina rasmga qarab To'g'ri. xursandchilik Ya, bo'ladi. to'g'ri, Ana to'g'ri. o'sha rasm Tarixi bor. Tarixi bor. U rasmning tarixi bor. Tarixing. Oila rishtalarni ushlab turadigan rasmda Lekin siz o'ylamang, что fotosessiya asabsiz o'tmaydi deb. Yo'q. Fotosessiya hammada asab bilan o'tgan. Har doim. Hammada. To'y kuni janjallashmagan oilachi, menimcha U taqat baxtli ketadi. bo'lolmaydi. Baxtli Yo'q, bo'lolmaydi, baxtli bo'lolmaydi. Normal holat ekan. Mana tushunishingiz hatto ko'nglimga kelganda shu, voy to'y kuni janjallashdik. endi baxtli bo'lolmayman deb. Biz ham to'y degan kuni narsa. biz to'yxonada janjallashganmiz. To'y kuni sal qolgan. hozir janjallashaman. To'y kuni sal qolgan xotinim bilan pichoqbozlik qilardim, tushunasizmi? Biz sal qolgan. Tortni kattarog'ini menga berdi. Nima bo'lganda ozgina ko'ngilsizlik bo'lgan. Mana hozir Maftu agar ko'rib turgan bo'lsa eslaydi, to'y kuni ular turib rasmga tushar ekan. Turib rasmga hamma kelganda turib rasmga Ha, tushar to'y ekan. kuni, to'g'ri. U odamlarchi hamma kelib bittada rasmga tusha olmaydi. Bitta Tushunasizmi? Men shunday qilishimga keladi-da. Bunaqa aldab qo'ymaysiz bunaqa. Shunday qilaman. Bunday qilaman, kela hazillashdi. Ha, menda
Maftumovchi jelezni topdi bor-ku. Oq ko'ylakni yerga qadagan, belidan ushlab turibdi-da oq ko'ylak. Men o'ylayman shu. Ha, o'sha Mana shu oq ko'ylakda bor-ku, u yaqqatdan yerga tiralib qotib turadi. o'sha narsa Oq ko'ylak, ichkarida oyoqni ko'tarib, bemalol massaj qilib, takoy. Ichkarida oyoq bemalol, mana bunday orada. Mana bunday bo'lib turibdi oyoq. Ha, yurish shunday mana bunday, ha? kichkina bolalarning anaqa kolyaskasi bor. Uchib yurishadi. Ichkaridan o'yna. Shu uchun har doim men yurgan payt men ushlab oladi-da buni. Sudralib ketib. O ichkida oyoq mana bunday. Ko'rdingizmi? Hammalar bo'ladi. Mana mana shu konstruksiya o'sha salonda yasaladi. Yo'q, keyin men aytaman o'tiraylik deyapman-da. Oyog'im og'ridi. Men o'tiribman dot. Sen o'tir. O'tiraylik deyapman-da, oyog'im charchadi, zada bo'ldi. Kecha ham yurgan, bugun ham yura. Yo'q, bizda unaqa emas deyapti-da. Mana shumi? Qanday sizlarda unaqa emas? Sizlar ham bizda-ku. Biza bitta joydan biza. Qo'shni qishloqdansan-ku. Qo'shni qishloqdansan. Yo'q deyapti, endi tasavvur qiling, erkak kishining xayoliga kelayotgan narsa to'y kuni gap qaytarayotgan inson. Hayotimni keyingi qismini kuydirib-yoradi-ku deb o'ylaganman. Короче dedim, o'tirsang ham o'tirasan, o'tirmasang ham o'tirasan. Men o'tirdim, короче dedim-da. Bilasanmi qanaqa gapiryapti yana u mamda chiqib olgan. Menga qara. O'tirsang ham o'tirasan. O'tirmasang ham o'tirasan. Gapirur. O'tirsang ham o'tirasan. Qarindoshlar. Rasmga tushyaptimi? Qisasiga 100 ming so'm tiqib. Shuning uchun u janjal bo'laykan Yana narsa. eng nimasi bu gapni ham umuman hech kimga aytmaganman, faqat o'zim yuragimda qolgan. Xullas endi bugun Men o'z sochim uzun. Uzun soch. Bu hammasi mayli, bugun kuni endi rasmga tushish kerak-ku. Ertalab soat 4 da uyga boryapman-da. 4 ertalab. Endi to'g'ri Buxoroda nima bo'ladi? Qo'rqib qolgansiz. 4 da. Ha, 4 da boryapman, telefon qilyapman-da. Birinchi marta ko'tarmadi. Adashmasam ikkinchi marta ham ko'tarmadi-da. Yurak yorildi. Men aytdim, bo'ldi, to'chni senga tegmayman deyapti. Bo'ldi degan to'y kunida endi. Kechasi qilgan ishlaringizdan keyin. Kecha Ana u holatga ushpa tushgansizda, kechir meni qo'yib qo'yinglar. Kechir bo'ldi meni deganman. Nimaga tegaman bunga? Hozirdan shunaqa bo'lsa, jahlim ham bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, lekin- xayolga kelmagan soat 4. Balkim uyg'onmagandir degan narsa kelmagan. U menga tegmoqchi emas. Menimcha aniq aytaman. Men ham uxlay olmadim o'sha kun, u ham uxlay olmagan o'sha kun. Chunki siz telefon qilaverdingiz, u ham uxlamayapti. Ola, uxlaylik, iltimos. Bir ro'yga telefon qotgan. Zanit. Feruz aka derazasidan mamla o'tiribdi qizda. Nima qilyapsiz uyga borib? Uyqum kelmayapti meni. Siz Men o'tiring. uxlayman. Nima qilasiz? Ana kiyimlarni qaytaraylik. Malkam qolib ketdi deb. Bekor. Xullas, men shunaqa bo'lgan. Yo, keyin 2 marta. Keyinchi telefon Ya, ko'tardimi? albatta keyin borib, aytdimki, yugurib fotosessiya qilganmiz. Endi ko'ngildagidek bo'lmagan. Menda to'yimda anaqa biz men Voy, siz to'yingizda eshitamiz. ertalabdan beri ishlansa yemagandimda, qisqagina. Mamutga o'tiring. Kelin kuyovga anaqa kirib keldik to'yxonaga. Keyin ertalab aytuvdim-da, kelinga qarab, "Sen biror narsa yeb olgin, yana boshing aylanib, mazang qochib qolmasin" deganman-da. Ozodagina qochmas ekan, siz gaplashish bo'yicha. Keyin Tasavvur yeb olgan. bu narsa deb. Endi o'tirib to'yxonaga kirib keldik, qornim och qolganini sezyapman-da, ko'zim oldi oqarishni boshlayapti-da. Islom, sen mendan so'rading, biror nima Bilaman, keltirib ber ha. deyapsiz. Islom, biror nima keltirib ber. Tasavvur qiling, to'y meniki. Endi v prinsipi dasturxon to'la, hamma mehmonlar bor. Kelinga o'tistalik hech narsa qo'ymaganda. Hech narsa yo'q Tanish qo'ymas holat. ekan. Keyin aytaman, "Qani men pul to'laganman-ku, ovqat bermaysizlarmi menga?" Pul deb. uchun joy-u. Ha, keyin aytayapti-da, xotinim aytdi, "Kelinga o'tistoliga qo'ymaydi." Aytdim, "Qanday qo'ymaydi? Ovqat ber menga" deyapman. U nima deydi? Qayerdan olib kelaman hozir? Tayyorla. Men aytdim, "Ha, shunaqa bo'ldi." Men aytdim, "Biror narsa pishirib bergin." Birinchi kundan ha. O'shaqda hali birinchi kun ham emas bu. To'y 5-chi kun. Qissadan qissa nima? O'zbek to'ylarini yoshlarni qo'liga qaytarishimiz kerak deb o'ylayman. Egalariga. Egalariga qaytarish kerak deb o'ylayman. Kelinglar to'ylarni yana yaxshi kayfiyat va bayram ruhiyatida o'tkazaylik. Men keyin yana bitta narsa bildim. Feruza aka mehmonlar ko'p intervyuda. Ular отказ qila olmas ekanda.
Bular Alisherga tushlik Yo. Farruh. Bular telefonda gaplashmaydi, yo'qmi? Farruh, ertaga intervyu bor, kelib berasizmi? Yo'q desa chapona boshim. Ertaga ishlarim bor edi. Aniq kelmaysiz. Bo'ldi. Ey, sen to'xtasan hali. Uylanmagansan, nima penyor kiyib olgansan? Ha, bizada yosh kuyovlar olib ketadi u kelinni xursand qilish uchun. Bunaqa kiyimda, bunaqa Bu yoqqa, bu kiyimda. yoqqa. Ha, bu yoqqa aldash uchun. Shkofda 7 ta mayka bor edi. 6 ko'p. Kuyov. Kelinglar bitta narsa so'raylik-da, mana bu yoqda uylanganlar bormi? Yo'q. Turmushga chiqqan uylangan. Turmushga chiqqanlarsa bitta birat. Umuman turmushga chiqqan uylangan. oila. Ajrashib oldi. Bor, qarsak chalinglar. Uylanganlar, qarshi chalsa uylanganlar. Uylanganlar nechtasizlar? Kam, juda kam. Uylanmaganlar qarshi chalsa? Ko'p. Uylanganlarda umuman to'y paytida shunaqa muammolar bo'lganmi? Qarshi chalsa? Qanaqa? Ha, Bo'lganmi? kechikdan urushgan. Momo bo'lganmisizlar? Normal holat ekan. Hamma qarshilarni ishlatib Bu demak, bu Unikal holat emas. Umumiy ekanda. O'sha to'y bu Qiyinchilik o'sha ekan. to'yni egasini maksimal ezish uchun o'ylab topilgan To'yni narsa. mohiyati keyingi oilaviy hayotda reklamasida. Yo, bu Siz tushunib olishingiz kerak, keyingi hayotingiz qanaqa o'tadi. Ha. Bu посвящение deb обряд yoki bu. sen anaqa nima edi, u qiyinchiliklarga bardosh bera olasanmi? Ha, boshidan Da, sinab imtihon bu. Qarang, sizni ko'nglingiz joyiga tushdi. Men ancha bular ham qiynalganligini eshitib. Yo, endi umumiy holat ekan. Mana mabodagi xotinim ko'rib turgan bo'lsa, xotin hammada normal. Ha, hamma yechingan kuyovlar, uni xotiramanglar. Har bir Hamma. Hozir Men misol uchun vaqtida ulgurgan bo'lsa ham yechinganman. Prosta jahlim chiqqanligi uchun. Rostdan. Kechirimdan qaytarib oling. Rost. Chin emasman. Men tom ketmagan kun. aqlim bor, men gapira olaman. Timba tashab ketmaydigan kiyimimni yechib Mam- nima qilaman ularga? Muomala bilan ham xalq Ya chiqib bari o'tadi. uni yechish kerak edi-da, u mana kostyum shim edi-da u. Uni bari yechish kerak edi. U yana terlamaydi, boshqa avaylab asrab turganman-da uni. Bu kostyum shim, mana bu mashina. Kastim mana bunda-da. Anaqa Jahl bilan Feruz Muhammad Darvoqiy bilan o'zini kiyimlariga juda e'tiborlik. Mana kiyimlarimni otib yordim deyapti-ku, uni otmagan u. U bunaqa qilgan. "Ey, men bunaqa qilmasam, bunaqa qilgan." Ya, mana Kostyumni olgan. Sekin ilganda boshqa unaqa qilmaylar. Xafa bo'laman. Ertaga ham kiyishim kerak-da prosta. Aka, o'sha salonchilar ko'rib turgan bo'lsa, bir og'iz gapingiz. yo'q. Salonchilar. Hozir Ha, bo'ldi. salonda xotinini kutayotganlarga bir og'iz gapingiz. Okey. ana shu. Fotosessiya ham bir oy avval qilinglar. Guldiroz Qarsagilar, Feruz Muhammad aka, rahmat kattakon. Istoriya ajoyib. Вообще zo'r. Rahmat aka. Yig'ladi. Bundan ko'yib yig'ladi. Uyat bo'lsa ham aytaman. Massa! Nima gap? Menga bular chaqirishdan oldin videoni tashlab berishuvdim. Sal nima desam ekan, mehmonni sal siyrirkansizlar-da, sizlar. O'shaning uchun men iltimos qilib so'rayman, bugun maksimalni bosuringlar. Men eshitdim uni aka. Da, bizga xafa bo'lish yo'q. Aha. Sizlar ham bizdan xafa bo'lmanglar. Söv. Bo'pti, o'tirmasa, o'tir. Hamma kelganlarga rahmat, ulug'da. Bo'pti, o'tir bo'lmasa zaif baqir. Nima gap? Massa, o'zbek repining tobutiga so'nggi mix tiqqan odam. Qasaklaringiz. Balki qoqqan. Tobutiga yoki dumbasaga. O'zbek tabobatining yirik vakili. Chunki dumba haqida ko'p qo'shiqlar aytgan. Biz bilamizki, dumba juda ham ko'p narsalarga foydali. Foydali. Men sani klipini odatda ko'rgan odamlar ko'rib bo'lgandan keyin qo'shiq nima haqida edi deydi. Lekin orkam realni жесткоске yaxshi chidildi, chunki situatsiya hojatda turibmiz, ikkalamiz. To esti. Bir marta ham gaplashmaganmiz, aytadilar. Bekzod aytdimi? Yo'q desam, bugun жесткий bo'ladi deydi. Bo'ldi, xotin. Shu tammi? Menimcha bu tualetda gaplashish mumkin bo'lgan eng zo'r suhbat. Nima haqida gaplashdi bilmasangiz? Farq, men ketaman bo'lmasa. Keyin chiqib qo'yishni qilbinga kiring, qush qo'yishni. Biroq mana bitta, mana sizga 5 keldi. Bu ana просто поддержка nimasi 5.
Aka xush kelibsiz. Rahmat. Qalay jo'ski bo'lyaptimi? Что-то sal anaqaroq ekan. Slabiymi? Islom aka. Что-то. Слабый. Уже mana sal boshlandi. Montajda, montajda massa bilan bo'lgan son tugasin, mashitda. Просто keldik такой. Jo'ski bo'lmayapti. O'chdi. Rahmat sizga stolimizni sindirib berganingiz uchun. Maza qilib o'tiribdi. Normal. Singanida massa o'tirgansin. Ajoyib. Unda bundoq o'tiramiz endi. Men hayron qoladiganim nimaga o'zbek takoy reperlar brutalni ko'rinadi-yu, lekin hammasi takoy oilaparvar, takoy hammasi правильный, to'g'ri, takoy nafis. Yoki naborot, bola chaqa bor deb bu yoqqa chiqib turib qizlar. Ha, oila, hamma narsa bor, lekin bu yerda qizlar bilan dachada. Konsta ham reper, lekin chiqib olib otalar so'zi qiladi-ku faqat. Ha, azizlar. Otalar so'zini boshlab o'tsam o'zi hayron qoladi. Men qarasam repermisan yo kimsan deb. Aka, siz bu qiz bola bo'lganingizda qanaqa qiz bo'lardingiz? Qiyin savollar. Bunaqani to'g'risini o'ylab ko'rmaganman. Nimaga? Ana biz ertalab turib bitta cholka bo'lganimda takoy bo'lardim deb. Lekin yomon o'xshadi, borib to'xtang. Mana bundoq turib, deb qarab turarmidingiz? Ovoz eshitdingizmi? Masa maktabda ham shunaqa javob bergan. Xo'sh, 4 kara 8 endi bu qiyin savollar. Ertalab turib oynaga qarab 4 kara 8 nechi bo'ladi deb o'ylaysizmi siz? Ustoz yo'q. Mayli, savolni o'zgartiraman. Agar siz reper bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz? Malikada telefonchi menimcha yo'q. Men taxminan shunaqa tasavvur qilaman-da. Yo'q, menda ko'p kasb aytadi-yu, erkak kishiga 40 kasb oz, o'shaning uchun men kasb tanlamayman. Yanada chiroyliroq qilmoqchi bo'lsangiz, 10 tosh tarqatamiz, keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. O'lma. Bugun o'lma, iltimos. Xo'p, savollar bormi? Savollar bo'lmasa men voqeaga o'tmoqchiman. Savollar massa lekin. Massaka, voqea. Endi men Anjonda hurmat qilib, Massa hoji aka deydi. Nima qanaqa ism bo'lsa ham aka qo'shaman. Masalan, Konst aka deyman. Yamaji aka, o'shaning uchun Massaka. Ulu. Vahshiyroq voqea bo'lgan, bilmayman. Vahshiy! Tamqon! Piraski yeb qochib Lekin ketgan. vahshiyda, chunki men masalan hayotda ko'p narsani ko'rganman, lekin bunaqa narsalarni ko'rganimdan keyin ko'p odamni baribir psixikasi sal buziladi. Biza work and travel programmasi bo'lardi institut paytimda. Work and travel? Yes sir. Tushundinglarmi bu so'zni ish qilib? Westminster. Tushundinglar? Shunaqa Ish va sayohat. Ish va sayohat bu Dubaydagi qizlarning shiori-ku. Xo'p, bro. Xo'p, siz sayohat ish Sayohat ish shu programma bo'lardi. Studentlarni jo'natishardi, tirik qolgani. U vahshiylik. Vahshiy, lekin biz mazza qilardik. Soqqani topardik. O'sha bitta tayb bitta bu yog'iga. Soqqa. Qani soqqa. Keyin nima bo'lgan? Короче, ishlar bo'lardi. Ko'pincha shu biznes. Nechi kishi ketardi? To'xtab turing, reverb o'chirib qo'yinglar. Nechi kishi ketardi? O'sha work in travel. Work and travel ga bilmadim, bir ikkita. To'g'risini aytsam, adamni ichgan og'aynisini eshitayotgandek bo'laman. Короче, biza paytda bittu pi bo'lib qolsa, hozir xavotir olmang. Farruh tayyor turing unga nabarotsiz. Siz ogohlantirgan jo'ski bo'ladi. Jo'ski bo'ladi. U menimcha tualetdagi suhbatning so'nggi bo'lgan. Lekin oxirida kimdir o'lib ketmasa rozi emasman. Voqea, siz ish sayohatga borgansiz, u yoqda tirik qolgan talabalarni. Qayerga borgansiz? America. Oh my god, California. Californiyaga. Yeah. Hollywood dedi. Gollywood. O'sha yerda edik biz tak. Bizlar deganda kim? Biza общий hammamiz. Kursdoshlar bilan, bolalar bilan. Nechi kishi? To'g'risini aytaman, ko'p bo'ladi-ular, keyin hamma qatga xolasa suradi. Yo'q, Islom akaga aniq son kerak, aka. Da. Ikkita deylu. Bo'ladi, ikkita, normal. Voy, men xayolimda ko'pchilik. Endi massa va 2 kishi u ko'pchilikda o'zi. Auditoriyasi qanaqa? Ko'pchilik. Mani ko'p muxlislarim bor. Ikkita. Ko'p zo'r legenda treklarim bor. Misol uchun onajoning rozi qil. Ko'p odam meni hurmat qiladi. Qatga keldik. Короче, biz bordik. California. Hollywood. Короче, грузчик bo'lib ishladik. O'zbekchalar nima bo'ladi? Yuk tashuvchi.
Yuk tashuvchi, to'g'ri. O'lmang. Yuk Grushka tashuvchi. bo'lib, na. Nima Biza tashladinglar? Uylarni tashirdik. Uylarni. Mebel. Ko'tar. Kirib keladi. Ikki kishi. Farruh, eshik tomondan ol. To'xta. Haqqa topshirish kerak o'zi buni. Aka, mana shu domni, короче, shu domni olish kerak-da, shu minordan Yunusobodga topshirish kerak. Ko'chirib bera olasizlarmi? Odamlar ko'chayotgan paytda biza kirardik, uyini shundoq polni olib chiqardik. Kamarga solardik, ko'chirardik. 2 yil o'tirib chiqardik bu uchun. Normal bo'lib ketardi. Uyda choy ichib o'tirgan kampir. Qaqib ketamiz. Uydamiz. Mana o'qib topdi, kampircha. Yo'q, endi VIP klientlar qimmatrog'i bo'lardi. Ana sharik boylab qo'yib ko'rganmizda multikda. Ha, uchirib, Uyini o'chirib Ha, ketaveradi. men voqeani nasriyasini tushunib oldim. Yo'q, uy deganda, ya'ni ichkarisida mebellarni, Shunaqa. odamlarni. Hamma bor ichidagi narsasini yangi uyga ko'chirib Yo'q, prям hamma bor narsasini emas, menimcha. Yo'q, hamma borini bir xillarda aytishardi. Derazalar. Borini olinglar derdi. Bu narsa devorga qotirilgan desa hech nima qilmaydi. O'sha Devorni ol. Hammasini. Olinglar Hamma sotamiz. borini olib chiqib ketinglar derdi. Xo'p, shunaqa ishda ishlaysiz. Biza Bu sirazi borib o'sha ishga kirganmisiz sirazi? yo'q, bundan oldin bir ikkita boshqa ishlarim bo'lgan. No, eng takoyroq paytlar o'sha ishda bo'lgan. Qiziq, chunki har kuni yangi lokatsiya. Eng takoyroq payt uzr. Qanaqa sizni ko'rinishingiz takoyroq? Qiziqroq. Kundalik masalan har kuni yangi lokatsiya, yangi uy, yangi odamlar, shahar yurasizlar, ko'rasizlar, ana u kim qanaqa yashashini. Как этот? Sizni meksikanецga o'xshatishgan? Mani puertorikanskga o'xshatadi. Puerto Ricanецda o'xshaysiz. Hola amigo deb kelib, Ala hittele gasolina. qizlar menga gapirardi. Mana qarang, qizlar gap otardi-da. Men aytardim, "Kechirasan, inglizchada gaplashsak bo'ladimi?" Bundoq qaraydi, amigo. Tipo o'zi Amerikaga kelib olib, tipo bizani unutib qo'ydingmi deyapti-da menga. Men bilmayman ispanchani. No. Desam, Qizil pardan chiqarib go. Gringo. ketib qopsan, sen o'zingcha. The gringo. Birinchi oq bo'ladi. Xo'sh, keyin nima bo'lgan? Tak, men aytdim, Tashib katta uy olsalar. bo'lsa 4 ta odam ishlardik. Ikkita fura kamazlab chiqardik katta uylarga, kichkinaroq uylarga Ikki kishi kamazlab. chalg'itadi, ikki kishi olib chiqadi. Bittasi shopir bo'ladi, o'sha shopir ham grushik bo'ladi. Shopirmi, shotirmi? Shopir. Haydovchi. Haydovchi. Bitta kapitan bo'ladi. Bular ana bunaqaga o'xshagan Madagaskardagi pingvinlarga o'xshagan. Bitta kapitan bo'ladi, bitta skiper bo'ladi, bitta kavalskiy bo'ladi. Bitta matros. Bitta matros. Ikki tafsida Karibga qarab. Da, i massa, qirol Julian. Massa. Riko bor, og'zidan nimadir chiqaradi-yu. Mana rap. Yo'q, ma'lum suvdan chiqib keladi-yu. Люблю больших, demdan. Moto chiqib keladi. No, Ana qizlar sразу aytadi. Okay, Bigimot. Xo'sh. Xo'sh, shunaqa bo'ldi. Tak, nima bo'lgan? Katta uy deyishdi, villa. 4 ta odam borasizlar, bo'ldi, gap yo'q, boryapmiz. Gollivud kino yo'q, o doma hayot bo'lar ekan-u. Sraz stories oldingizmi? Shundoq ketyapmiz, chiqyapmiz, villalarni ko'ryapman, xuddi o'sha kinodagi hammasi. O'tiramiz bu yerda. Kirib kelyapmiz, bitta villa tog'ni chetida turibdi, 3 etaj. tushib ketaydi ba. Bu prям tushib ketdi. Garaji shunaqa qilinganki, ani panoramniy oyna butun Los Angeles ko'rinadi. Bundoq qilyapmiz. Bugun soqqani qilamiz. Chunki endi yaxshi tip berishardi. Tip chivi berishardi. Choy chaqa. Men hozir tushundim, choy chaqa o'zbek tilida eng yomon xunaga eshitiladigan so'z. Inglizchada tip, cash. Bizda bizda choy chaqa. Choy chaqa. Qaral ya qalbimga ko'rinma. Ko'zimga boshqa ko'rinma. Men bu qolgan nonni ham sen yegana yo'qmi? Xo'sh, keyin biz kirib kelyapmiz, bo'ldi bu yerda seryozniylar turar ekan deb ko'ryapmiz, mashinalar turibdi. Ko'ryapmiz, o'sha yerdan bitta bratanlar yugurib chiqyaptilar. Qo'qonlik tabib. Takoy. Og'riq bormi? Yo'q, og'riq bormi? Prichoska g'irzdek edi. Qo'qonlik tabib ustalik. G'irzdek bitta bola chiqib kelyapti, o'ziga qaragan. Qalaysizlar bolalar deb chiqib keldilar. Prям farq. To'chnaman. Bittasi Qalaysizlar bolalar. Qalaysizlar bolalar, yaxshi keldinglarmi? Biz ko'chamiz, qarashib orar ekansizlar deb ming'illayapti nimadir. Ikemasi. Nimadir? Turaman, chetga qarasam, bizada komandada endi
ko'pincha dokumenti yo'q insonlar ishlardi. Bizda o'sha moving deyilardi. Bizda cash to'lashardi, naqd to'lanardi, dokument so'ramasdi. Kuching bormi, bo'ldi, bo'laveradi, aql ham kerak emas. Tushundinglar, bekorda yoqda ishlamayapti bu odam. Keyin bitta qarasam, yonimda bitta Esengadan bitta bratan turibdi, shunaqa titravotdi. Bayroqlandi. Shundoq bitta bratan turibdi, mana shundoq qarayapti deb, men gapiryapti, ana nimadir, bundoq qarayapman, unga uraman deyapti, nimadir qilaman deyapti. Titrashi o'shanda asabdan, jahldan. Ha, gamofob. Men tushunmayman nimaligini. Bolalar ras o'rtog'i kelib chetga olyapti. Men o'sha momonchiman. Men yerda bittasi gul bola chiqib olib, nimadirlarni gapiryapti. Men yerda bittasi uraman tushyapti. Ish boshlandimi yo'qmi, o'zi tushunmayman nima gapni. Ish boshladim, syomka Keyin qilyapman. chiqib kelyapti. Keyin orqadan bittasi chiqib kelyapti, takoy erkak. Orqadan siz chiqib kelyapsiz, mana sizga o'xshaydigan. Takoy erkak, men o'ylayman chiqib kelyapsiz-da. Shoshilmang. Ostaga maqtamagan bo'lardim. Nima qilyapsan bu yerda? Uyga kir. Yo'q, menga o'xshamagan, unutaylik shu joyini. Menga o'xshamagan bo'la qolsin, prosta bir yigit. Baraman uyga kir. Yo'q, bunaqa. Uyga kir. Oilaviy bayram Qarang, olishimiz siz kerak. erkak ekansiz, siz urg'ochisi. Siz seryozni, Yo, siz erkak. erkak ekansiz. Eshitib turing. Aktiv. Bular sal nejniroq erkak ekanlar, deylu? Ha, endi uyga kir dedilar. Ha bo'ldi, bolalar ko'rishamiz deb ichkariga kirib ketyapti. Endi bu bratan gaplashyaptilar. Kirasizlar, ichida hamma narsa olinglar, davay tez biza qarovchi kechqurun keyin nimadir uryapsizda, bo'ldi, hop, aka dedim. Kirib ketdi. Keyin bola oldiga keldi. Nima qilyapsan? Nima o'zingdan bilsan, ichdingmi? Nima bo'lyapti desam, bratan, men o'sha gamofobman deyapti. Nima u desam, shunaqa bolalarni ko'rsam o'ldirgim keladi deyapti. hozir urib yuboraman demadi. Urvoraman, realni urvoraman, pichoq topsam so'yaman deyapti. Men hazil deb o'yladim, boshida endi tushunmadim. Keyin qarasam menga otildi. Keyin aynisi kelyapti, menga tushuntiryapti. Bratan, bu shunaqa kasallik bor deyapti. Yo'q, men aytdim. Ishni atmen qilmanga deyapti. Men aytaman, jinnimisan, bunaqa villalar kam chiqadi. Soqqa kerak, bosish kerak. Soqqa kerak. Bu yerda bratan. Bu yoqda, o'z nima deyapsan, soqqa kerak, ularni tilini topish kerak. Aka, qaqni ko'tarish kerak edi. Men bu yoqdan olaylikmi? Sen uyga kir. Bo'lgan yana orada. Keyin qarochi aytayapti, atmen qilasan deyapti. Men aytdim, yo'q, bolalar, davay, mazgin qotilmaring, o'zingga kelib ol dedim. 5-10 minut ko'chada turdi, kirib kelyapmiz, villa. Ullo, deylik bitta narsa yoqmayapti. Bundoq kirsa hech nima taxlamagan, bizda o'zi ishda polni hamma narsani taxlab qo'yishadi. Biz kiramiz. Ha, kliningdan keyin kirasizlar. Biz hamma narsani korobkalarda bo'lib, biz olib chiqamiz, solamiz, ko'chirib beramiz. Bizning vazifamiz narsalarni taxlash emasda. Ну, конечно, unun uchun kalla kerak. Sizlar просто kuch bor, просто olish kerak, chiqish kerak. Men unga tushuntiryapman, bratan. Hozir vashi kech qachon qolib ketamiz? Bu narsalar qachon bu hozir noto'g'ri qilib qo'ysa, yo'qolib qolsa-chi? Anu bola ham, bolalar, chiqsin-yo. O'zbekchada. Bosuringlar. Prям bosish uchun kelganmiz. Kirib kelyapman. Shunaqa kiyimi ko'p ekan, hamma yoqda plakatlari osilgan. O'zi kiyib ko'rishni boshladi. O'zidan o'zi yana bitta erkak kirib kelyapti. Wow! Yana bitta erkak, unisi O'zi yalang'och. yo'q, ja erkak ham emas, ja qiz ham emas. Shunaqa ekan. Keyin sal Vaziyatga qarab. bizni ob-havoga qarab kiyinar ekan. Muntadil. Shunaqa. Atrofda qaysi jinslar ko'pligi Men bor? ham o'sha masalan sal narsalarni tushunib, o'sha men ham siqilishni boshlayapman-da. Men ham sal kiyimimni O'zimga qarashni boshladim. Kiyimlarni olib kiyib ko'ryapman, Men siqilyapman-da, nima bo'lyapti hayotda, odamlar qanaqa yashayapti? Bu PDDni uyimi ekan deb o'ylab rosa o'tirdim. Keyin mayli dedik, soqqani bersa bo'ldi dedim. Keyin ular ketishdi, anu bolani o'tkazib, qarochi, anu gul bolani ketkizib yubordi, anu kirib olib, bizaga gul bola bo'lasan deydi. yo'q, bizaga qarochi mazgini qo'ttiryapti, o'zidan o'zi. Mamna qilsan, qarasa unijat qil, qarochi mamna qilgin deysan, mamna qilgin-da. Aniq so'zlari bormi mana shu? Mamna qiling muhimda. Yo'q, shunaqa degan prosta, sen anaqa qilgin, sen bunaqa qilgin, tamom. Bular tushunmagan. Unijat qilyapti. Biza o'sha yerda bilmayman nimaga bolalar bilan shunaqa anaqa bor edi. Mehmon bizani chaqirgan inson zo'r bo'lsa, biz hammasini cho'tki qilib, addushi qilib ishlardik. Qanaqa salom bo'lsa, shunaqa alli olasizlar. Kim bizani kulib, mensimasdan anaqa qilib qilsa, biz lekin yomon qilardik. Nima qilardinglar? Endi hozir aytaman sizga. Korobkasi ichiga tuflardi misol. Aytgancha undan oldin men aytdim, bratan, yo'qolib qolishi mumkin. Mana bu narsalaring, bir ikkita tortmalarni o'tsam, prямо iPodlar hamma narsa texnikalar yotibdi deb, bularni nima qilaydi?
xohlagancha tiqinglar, farqi yo'q. U hamma narsa eski, prosta yotibdi dedi-da. Keyin biz Prosta mana shunday yig'ib, shunday. keyin bundoq qaradik-da, bundoq hisob kitob oldik, bo'ldi, bizni tema shu ekan dedi. Ha, ilojisi yo'q, bolalar hammasiga aytdim, bolalar menimcha Bu zo'r bo'ldi. bitta olsa sezilmaydi, o'shaning uchun kim nima kerak bo'lsa mana Qo'liga tushganini ol. Eslatib o'taman, 5 minut oldin masjidda o'tiruvdi. Bular qanaqa yashayapti? Buni hayot. Lekin tushunishingiz bo'yicha plakatlari bratanni osilib turibdi. Bundoq qarayapman, bu tok shoudan kimdir sizlarga o'xshagan ekan rostdan. Mana shunaqa передачаlar olib borgan. Men edim, davolanmasa, men edim o'sha. Kirib keldi, men bundoq qarayapman. Kimdir qarasangiz, siz telefon olgansiz, kimdir planshet olgan, Yo'q, telefon olmadik, kimdir ana gul bolani olib Yo'q, telefon ketaveryapti. Uni qo'y, u sezib qoladi uni, ey. Tak, iPod oldik, naushniklar oldik, Telefon olmadik. Louis Vuitton anaqalar oldik, belqlarni. Remenlar, tasmalar. Bumajniklar, takoy. Bumajnik. Kashilyo. Hamyon. Ha, men bumajnik desam, xayolimda bumagada. Va shu. kelajakdagi albomimizdagi ilhomlarni ham o'sha yerdan olgansiz mana. Qaysidir ma'noda pusht kamarga ilingansizlar. Hop. Pushtira. Общий 4 ta narsa oldinglar. Yo'q, men shunaqa. Ha, bir o'zingiz. Ha, men bir o'zim. Ular endi u farqi yo'q, kim nima olsa. Ular alohida ro'zg'or. Ha, hammasini shunaqa qilib oldik. Qarasam, Bo'ldi, bolalar ketdi. qolamiz deyishyapti. Biz ketdik, yangi uyga ko'chirib berdik hammasini. U qancha narsa? U bir fura narsami? U Fura bo'ladi-da. Bitta furaga divan lambomi yo? Hamma narsa bo'ladi. Okey, sizlar uyni ko'chirib berdinglar, hamma narsa oldinglar. Ketdik hammasini. Olib kirdinglar. Shu hamma xursand. Qarasam, bolalar stolni sindirgan, nima bilan polni sindirib tashashgan. Keyin yana kirib kelishyapti. Kirib kelyapti ikkalasi anu uchalovi. Anu erkakga buni urishyapti, nimadir настроение. Nima ovqat qilmading, nas kiyim qani? Tezroq surmoqchimiz, отношенияларni выяснять qilyapti, turib olib nima Oilaviy janjal qisqasi. Oilaviy janjal. Doka ro'mol qurishi. Nimadir talashyapti. Nimaga talashyapti? Naushnikim yo'q, iPadim yo'q. Yo'q, keyin mamlaqa dedi. Yo'q, massa o'tiribdi bilmayman. Biz Bekor shu Puerto Rikolik odamlarni chaqirdik. Stolam sinib yotibdi-da. Men aytmoqchiman, agar singan bo'lsa, anaqa bor, страховка bor, to'lab beriladi. Keyin men aytmoqman, bratan, hammasi bor, iltimos tekshirib olinglar, qo'l qo'yganinglardan keyin hech nima deyolmaysizlar desa, borib turgan etga, ko'rmayapsanmi, gaplashyapmiz. Bundoq turdik-da, bo'pti, ketdi ko'chada, chunki bizga soatiga to'lanadi. Ko'chada turdik, yo'q qildik. Ketdik ichkariga kirib, bratan, все, уже вообще kech bo'lib ketdi, ketishimiz kerak. Qo'l qo'yib yubor. Ey, jonga tegding, mana bunaqa qilib tekshirib oldingmi hamma narsa? Bor yo'q qoldim. Haydab bor. Keyin ketdik. Bolalar bo'ldi, xursand, anu gamofob tobani ham qivordi. qanday qilib? Gamofob xursand, chunki planshetida bilan chiqib turibdi. Cho'ntagidan planshet chiqib turibdi, bunday qilib. Normal bolalarga, normal, menga yoqdi. Ko'zga ishoninglar, ko'zga nima qimmat bo'lsa o'shani oldik. Отвечаю, polni kiyim oldimmi? Qaranglar, bolalar ishlarsan, omadingizlarni desam, massa prям mana bunaqa kiyimlarda. Kirkorovni kiyimlar. Ana shinshilla kurtkalarda, mametta shaf. Mametta chiqib kelyapmiz. Bittasi Madonna pastodan olgan. Men endi yaqinda to'y qilamiz deyishgan uydagilar shunga sarpaga yo'q. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Tak, endi afsuslanadigan joylarga kelamiz. Bu narsalardan afsuslanmaganmiz. O'g'irlik значит norm, okey. Uni jazolashdi-da, chunki qanaqadir muomalani to'g'ri deya olmaysiz. Suddan ha, bu jazolashmi? Nima Bo'pti, deya olmaysiz? oqlandingiz. Bu o'g'irlik emas, bu jazolash. Oqlandingiz. Bundoq qaradikda. Biza u paytda nima derdik? Nima Olib turdim. Olib turdingiz? Qaytarib berish, so'rasa beraveradi. So'ramadi? So'rasa beraveradi. Masalan, Siz o'g'rimi? Yo'q. Qanaqa o'g'ri? olib turdik. Ber iPad'imni desa berardim. Yo'q. U ko'rinmasa so'ramaydi-yu. Qaranglar. Men uyimda yotibdi, ko'rmadim. Yo'q, ertini masalan, "Voy, bolalar, men bunim yo'q ekan" deb telefon qilsa, nobodo, mana ekan deb. Undan oldin kim? Qo'l qo'y, keyin biz vobshe gaplashmaymiz bilan. So'ramadim. Nima iPod? Ha, voy, cho'ntagini qolib ketibdi, bular qarang, adashmay. Manikiga o'xshayirkan. Meniki ham rozvoy edi. Sani plansheting qayerda? O'zbekistonda rasmlaring bilan. Keyin ketdik. Endi qaranglar, bu yerda kompaniya bizga aytishgan. Yelp degan bor. Bizda masalan deylik, Yandex mana ovqat qildinglar, yoqmasa komment yozasizlar, review yozsanglar bo'ladi. Erta Yelp bo'ladi. Yelp xuddi deylik kompaniyaning Instagramida. Endi aytilgan erta, agar
klient sizlar haqingizda yozsa, masalan, обязательно otinglar bo'lishi kerak. Otinglar bilan mana shu masalan bola zo'r ishladi desa, $25 beriladi. Kompaniya tomonidan. Kompaniya tomonidan $25 beriladi. Yaxshi odziv uchun. Yaxshi yozib beradi, skidkani olish uchun. Tirikchilik. Sal texnikani tushunganim uchun o'sha paytda o'yladim-da, bo'lmasa hech kim yozgisi kelmasa, o'zim akkaunt ochib, o'zim yozishni boshlayman dedim. 80 ta akkaunt ochdim. Bolalar zo'r tozalar ekan. Aytdim, masalan, kliplarim menimcha ko'p ko'riladi, hamma maqtab yozadi desam. Kim bu insonlar? Kim u insonlar deb o'ylardim. 80 ta ochdim, profil ochib, albatta o'sha yerda yozish kerak edi. Har safar nimadirlarni chizib, otimni har safar xato yozaman. Massa, молодец. Shuhrat, nimadirlar, mana shunaqa Shuhrat desa yoza olmaydi, o'shaning uchun shu nimadirlar, mana shunaqa har safar har xil yozaman. Xatolarni ham o'xshatib. Polniy, xuddi mani kabuta otimni nima Shuhrat kimsan, nima bunaqa deyotganda. Zo'r tozalar ekan, planshetlarni ham olib ketdi. O'g'irlangan planshetda komment yozib o'tiribdi. Eslatib o'taman, 10 minut oldin massa. Bu qanaqa hayot? $25 uchun odamlar nima ham qilmaydi? Boshqa uydan o'g'irlangan bokaldan suv ichib. Shunaqa qilib, hozir olib ketish bo'lgan kresloda o'tirib, Boshqa odamning mushugini bunday paypaslab. Gulbolaga qarab bitta qahva qo'yib ol. Gulbola, endi sen ozodsan deb. birinchi tatuvimni qo'yotganda $400 to'lagan edim. O'sha pul, o'sha tatu deb yig'gan edim. O'sha $400 chiqqan bo'lsa, $400 ga mana shuni chizdirdingizmi? Yo'q, bu paytda menimchasi 400 edi. Ha, bu keyinchalik. Aka, Istanbulda arzonroq. Og'ir mehnat, qaysidir machinatsiyalar. Birinchi million har doim kir deyshadi-yu, bizda shunaqa bo'lgan. Ну как birinchi million? Birinchi million emas, birinchi $25. o'g'irlagan pul yuqmaydi dedi. Mana yuqibdi-ku, mana turib tanasida chizilgan, qolgan-ku mana. Faqat o'tirib chiqish qoldi. O'g'irlagan pulingni kayfga tiqib yubordingmi, yo'q, tanaga. Bolam Amerikadan pul yuborsa, tatuirovkani yo'q. Rasm olib. Ishlab kelganing qani desam mana. Kargodan ter. Xo'p, 80 ta profil ochdingiz. Пример. Yozdingiz $25 dan 80 ta profil. O'sha $400 ishladingiz. afsusdamanki, kechroq kallamga kelibdi. Mayli. Shu bilan shunaqa bo'ldi. Tak, nima bo'ldi bizda? Qaytdim, o'zi deydi. O'zbekistonga qaytdim. Toza vijdon bilan, Ha, top-toza edik. Toza vijdon va yangi planshet degan. Sizni bizga viza berishmayapti-yu. Ha. O'shanga bitta nima deydi? O'sha odamlarga murojaat qilgan. Buni Puerto-Rikalik deb o'ylashgan-ku. Puerto Rico. Xo'sh, O'zbekistonga qaytdingiz. Qaytdim O'zbekistonga. Tak, afsuslanadigan joyim aytaman. Qaytdim O'zbekistonga. Bolalarga o'rgatib ketdim shu narsani. Chunki men aytdimki, bo'ldi, men boshqa bunaqa ishni ishlamayman, bo'ldi, men qilmasman. Divizyon davom ettirgan. Narsa o'g'irlashimi yo men profildimi? Yo'q, biz o'g'irlaganimiz yo'q. Olib turdik. So'rasa qaytarib berardi. Mana yetsin. So'rasa qaytarib ber. Hozir so'rasin. Keyin chiqarib olamiz. Aytgancha, mana shu videoni ko'rayotganlar, agar manbachi kimnikidir bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar. Jo'natib yuboraman. So'rasanglar bo'ldi. Hozir kimdir yozsa, tatuim qolib ketibdi. Tatugiyim. Qaytib olsiz, bolalarga o'rgatdingiz, mana bunaqa dizayner qilsa bo'ladi. Bolalarga o'rgatib ketdim. Bolalar mana bunaqa tema bor, hammasi xursand, rahmat. Endi vaqt o'tyapti. Bitta o'shani qani firmamiz ishlayaptimi, nima deb bitta kirsam, prямо yopib qo'yilgan, yelp yopilganda, prямо yozilgan. Bu yerda qanaqadir machinatsiya или bot sababli fraud kanano scam qanaqadir bu kompaniya cho'ta tekshiruvga olindi. То есть bu yerda nima desam ekan, походу bolalar nima qilib tashlaganini bilmayman-ku. Yopilib ketganda ham. Shunaqa yozilgan u yoqda, maxinatsiya ishlatilgan, bot ishlatilgan, kaos ichida rahmat, massa. Senga rahmat deb. Уже FBR bosgan. Ya уже da bolalar уже qidiruvda hammasi. Keyin u pastda ham o'sha o'qib chiqdim, anaqalar, ofertalari bor ekan. Yangi qoida profil ochilganda yarim yildan keyin komment qoldirsa bo'lar ekan. Sizda как раз 80 ta profil bor. Men parollarni ham bilmasdim даже. Hech nima, sekunda ochilardi. Shunaqa qilib, menimcha endi men afsuslanganim, mana deb shu bolalarni sal noto'g'ri yo'lga
boshlaganim. Qo'ying, lekin massa man shunaqa xulosa chiqarib bilish qobiliyatingizga qo'ying. U voqeada gulbonlar ham bor edi, hamma narsa bor edi, oxirida yomon komment yozmanglar. Bu hikoyaning oxiri ha azizlarda. Ha azizlar, mana shunday insonlar ham bor. Yomon kommentariy yozadiganlar, yolg'on kommentariy yozadiganlar. Ba'zan bo'ladimi? Qarayman, uyga kelasiz, допустим, klip syomka qildingiz, hammasi zo'r, uyda ovqatlandingiz, hammasi zo'r, uydagilar bilan sayohat qildingiz, hammasi zo'r, kechqurun svetni o'chirasiz, shunday ko'rpani tortasizda. Morgan Freeman'ga o'xshab uxlaysiz. Meni deb ferma yopilib ketgan. Voqea oxirida bilasizlarmi nima bo'ladi deb o'yladim. Massa klip syomka qilyapman, qizlar, yo'lkalar, bonkalar, dumbalar. Bitta bola qarasam, planshetim olib ketyapti. Bundoq ushlab bundoq qarasam, Gulbola. U bilasanmi degan, "Olavering klipingizni, men hozir kelaman" degan, prosta ketgan. O'xshab bering. Endi bilmadim sizlarga Juda ajoyib emas bo'lsa, endi bizaga bu uyatli. Sezasizlarmi? Bu qanchalik manfaatli bir madaniyatli insonki, işte eng uyalgan anaqasi mana shu-da hikoya, tushunyapsizmi? Bitta mana shu hikoya. В целом qolgan narsa hammasi chotki. albatta. Lekin bitta hikoyada hamma narsa yig'ilganda, qaranglar. Kombo hikoya. Hamma bor kirga yig'ilgan. Lesalisda ham yo'q bunaqa kombo menimcha hozir. Murojaat qilinglar, massa uy ko'chirish xizmatlari, uy tozalash hamda gul bolalarni qiynash. Albatta prosmotrlaringizni ko'paytirib kommentlarini yozib beradi chiroyli qilib. Da. Men hech o'ylamagandim, qaysidir o'zbek reperi Amerikada o'g'irlik qilganini. Uyatli deb. O'g'irlik emas. Olib turdi. Lekin uyalayotgan hikoyalari даже o'g'irligi haqida ham emas. Olib turish haqida. Ya hozir qayerdadir bizni qaysidir vorzakon ko'rayotgan bo'lsam nima qilgan bo'lardi? Da men vorzakonman, lekin bu daraja boshqa daraja. Bo'pti, poklik haqida trek qachon chiqadi? Nima edi bu? Poklikmi? Sizning hayotingiz. So'z lug'atimizda unaqa so'z yo'q ekan. Ani, misol, endi to'g'risi respekt. Poklik bu, soflik. Shuncha, da, sof, toza, reputatsiyasi чистый. Da, top-toza. Bugungacha edi. Tipa oqos deganday. Toza, da. Toza so'zini bunaqa toza eshitmadim hali. Lekin hozir men tomoshabinlar balkim Poklu tushunishar hozir. Boshqa qilmay iltimos. Poklu. Men qila oladigan parollar orasida Toshkentlik eng o'xshamaydigani. Farhad Skichlanzor Poklu. Poklu. Qatliksiz poklulik. Uylar ko'chiramiz. Lekin rosti, men qaranglar, olib turish yaxshi narsa emas. Olib turish yaxshi narsa emas. Lekin bilmayman, balkim salda shunaqa odamlar bordir. Men massa remen olim degan payt, remen? Planshet olmaysanmi deb o'yladim, lekin unaqa emasmi? Bittaman bo'ldi. O'zi voqea uyatlimi, nima deysizlar? Uyat deganlar qarshi chiqsin, uyat deganlar. Uyatli, yo'q, men bu 100 dan kelmadi-da, uyat. Yo, bu nafaqat uyatli, bu даже jinoiy aslida menimcha. To'g'rimi? Sizdan bitta maslahat kerak. Mana shu mabodo Amerikaga borib, qanaqadir gulbonlarga bog'lanib, ish tushib qolib, o'sha odam nimadir o'g'irlab chiqib turib, keyin tirikchilik qilish uchun boshqacha olib turib, keyin tirikchilik qilish uchun 80 ta profil ochib, o'sha yerda yolg'on informatsiya aytib, soqqa qilib, yana unga ham tatuni urib, lekin qoniqmasdan O'zbekistonga ketayotgan paytida do'stlarga kelib, o'sha jinoyat emas bu. Bu machinatsiya deylik. Tema. Движенияni tushuntirib ketmoqchi bo'lgan odamlarga maslahatingiz. Endi birinchi navbatda albatta bu hazil. Uyat topilgan. Yana bitta. Bo'lmagan unaqa. Hujjatlarni ko'ringlar, 2015-yil bormagan o'zi. Da. Vice ministerda ham o'qimagan bu. Gangster. Qaysi ma'noda shu albatta, men shuni aytib ketmoqchiman. Albatta Planshet emas, soat deydi. Yo'q, aytdi, bilasizlarmi, qanaqadir jahl bilan ketib qolgan paytda, o'sha endi to'g'risini aytdim. Bo'lgan narsa bu albatta komment u
oddiy hol, atak albatta olib turish kerak emas hech kimdan deb o'ylayman. O'shandan keyin men o'zimga aytganman, siz aytganingizdek toza hayot, toza yo'lga kirib, naushnik taqib o'sha muzikani eshitib ketyapsiz, boyaga olingan iPadda. Toza hayot boshlaymiz. Mamatga bitta tozalik haqida tatbiq urib yuboraylik desa, urilmagan joy bor mana shu yerda. Mana bu yerda birinchi olingan iPad toza joyda. Da. Aynan toza. Bitta toza joy. O'sha- Yagona toza shu. Yo- ishqalangan deb aytgan. Shunda maslahatingiz hech qachon Ishlama olib turmanglar. Guldiroz Xasagilar bassa! On cho'za gangster.